Türkistan ve Uygurlar degan ana temini tushunadigan asosda Sharq Turkiston xalqining jumladan aziz Uyg'ur xalqining jonajon manfaatiga chetishlik bir qator iqlim masalalari, strategik mulohazalar va kelgusiga nazar solgan yetti yurishlik uchuq tor muhokama yig'inining oldingi 6 qismi sizlarga o'xshash xalqning taqdiriga ko'ngil bo'ldigan ixlosmand ko'rmanlarning qismin qo'llash natijasida to'liq tamomlandi. Mana bugun biz bu programmamizdagi xotima qismiga ulaştık. Bugungi bu xotim programmamizda biz Sharq Turkiston mücadelesinde Uyg'ur yoshlarining roli va uning navbatdagi vaziyati haqida to'xtalib o'tamiz. Sharq Turkiston mücadelesining buguni uchunla emas, balki uning kelgusida mavjud bo'lib tura olishi. Ajdodlarimizning qo'lidan bizgacha ulaşgan hurlik va ozodlik kurash masalasining o'chmay yerib turishi va jumladan aziz Sharq Turkiston xalqining mustaqillikqa bo'lgan talpinishning simvoli bo'lib hisoblangan shonli ayol tuzliq ko'k bayroqning yiqilmasligi uchun ochqishli rol o'ynaydigan yosh Sharq Turkiston o'g'il qizlarining bu jafoliq kurashdagi roli, ishtiroki va kelgusida muqaddas kurashimizga yetakchilik qilishi qatorli to'limi vazirlik va vaziyat taqozo qilayotgan muhim temalar bo'lib hisoblanadi. Biz o'zimizning tentakligiga bakmay, mushlar bir gigant tema ustida o'zimizniki bir qancha yillardan buyon Sharq Turkiston davosidagi o'rganish va tajriba hosil qilish jarayonida yetkazilgan his tuyg'ularimizni mana bugun ko'pchilik ko'rmanlar bilan o'rtoqlashmoqchimiz. Ushbu maqsadda biz bugungi programmamizga o'xshamagan 3 davrga tayyorladik. O'ziga shu davrlarning xos alohidligini mujassamlashtirgan, millatning g'amini yeydigan, bizning ko'rishgan yoshlar orasida ko'rilgan, yetishayotgan yosh Uyg'ur siyosatchilari va faoliyatchilardan 3 aziz do'stimizni hurmat bilan taklif qilib so'ramoqchiman. Bularning biri bizga oltiyollik taklifimiz Norvegiya Uyg'ur jamiyatining raisi Baxtiyor Umar bo'lib hisoblanadi. Baxtiyor Umar 1977-yili Urumchi dunyoga kelgan bo'lib, u o'zi 8 yil advokat bilan shug'ullangan qonunchi. U 2008-yili Norvegiyaga kelib o'tiraqlashgan navbatda Norvegiya vatandoshi. U 2009-yili Norvegiya Uyg'ur jamiyatiga a'zo bo'lgandan boshlab qatnashgan bo'lib, 2012-yildan e'tiboran Dünya Uyg'ur klubining a'zosi va shundaqla 2017-yildan buyon Norvegiya Uyg'ur jamiyatining raislik vazifasini olib 2019-yildan boshlab keng ko'rmanlarimizdan xabarda bo'lgan bu Norvegiya Uyg'ur komiteti asoslangan bu Uyg'ur adliya amirining quruvchi a'zosi va shu projektning mudir bo'lib hisoblanadi. Assalomu alaykum, Baxtiyor aka, programmamizga hoş geldiniz. Aziz vatandaşlar, hammalarga menden to'liq salom. Yana bir aziz do'stimiz bo'lsa, Eltoy taxallusi bilan xalq qalbidan o'rin olgan Palmurat. Ular o'zi kasbiy doktor, u shu Xitoy jamiyatidagi xalqaro taraqqiyotda Uyg'ur xalqiga yurgizayotgan jazo lagerlari siyosatni ta'dillayotgan Sharq Turkiston tashkilotlari va yakka Uyg'ur kishilik huquq aktivlariga guvohlik berish, Xitoy siyosatining haqiqatni oshkorlash tirishchiligini hozirlarga qaralayotgan bir mahal shiddatli tashviqot jihada xalqlik paytda yuqori parasti bilan ijtimoiy taraqqiyotda metro harakatini boshlab cho'ng ta'sir qo'zg'agan jangovar Uyg'ur yosh faoliyatchi bo'lib hisoblanadi. U 2018-yildan buyon hozirgacha 600 kitordan ortiq mediasiniki ziyoratni qabul qilib, Uyg'ur xalqining ichinishli vaziyatini o'ziniki shaxsiy sarguzashtisiga bog'lab, jonli ravishda anlatib, ko'p xizmatlarni ilib borgan. Navbatda Yevropa Ittifoqi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti qatorliq muhim xalqaro ustunlarda partiya guruh yoki tashkilotsiz, ya'ni shaxsiy nomida lobbichilik faoliyatini qanotlantirib keladi va Dunyo Uyg'ur klubini o'z ichiga olgan motivar Sharq Turkiston tashkilotlari bilan zichim birlashib kelmoqda. Assalomu alaykum, Palmurat birodar, hoş geldin.
Aleykümselam, rahmet bu fırsatga. Assalomu alaykum, ekran oldida qarindoshlar, yaxshimisizlar? Ahırda bir elbette mehmanımız bolsa, Bilge Uygur Cemiyeti'ndeki reisi, aramızdaki en yaş, coşkun, yetişivatkan Uygur siyasetçisi inimiz Yaşar Yalçın buludu. Yaşar yenimiz 1990 yılı 3. dünya kelgen bulup, o Pedagogik Üniversitesi'de muallimlik kesbide okugan, 2013 yılı Vengriyaga icra qilib chiqqan ve 2013 Bilge'ye kelgandan beri davasida bir qatnashgan ve Bilge Uygur Cemiyeti'de her kaysi katılanlarda hizmet var. O 2019 yılı Bilge'deki Uygur cemaatinin kuruluşu ve medet verişi ve avaz veriş neticesinde Bilge Uygur Cemiyeti'ndeki reisliği sayılanlar, eğer ben hatalaşmadan bolsam, bolmaganda bu Avrupa'daki Mötüver Uygur Teşkilatları içindeki en yaş Uygur rehberi olarak hesaplandı. Esselamu Aleyküm, benim Yaşar, hoş geldin. Ve aleyküm esselam, rahmet. Esselamu aleyküm ekran arı görünmeler. Sizler bilen yüz görüşümüzge nait hoş oldum. Hürmet görürmeler, hayatımızdaki en kıymetli nimetlerinin biri olan bu bibaha vaktinlerini sebep tutturmaktan bu programını bir gün biz tövendeki 3 yadroluk temini çördüğün halde canlandırış nişan kıldık. Altı bilen küçük bozumu hürmet için elimiz Yaşar, şu nöbet yaşlar toplumundaki mevcut hırslar, rekabetler ve fırsatlar degen temide özü içinde yaşamaktan şu hem yetekçilik kılattan Bilge'deki Uygur cemaatçılıkı, cümleden yaşlar toplumundaki reallıklarını közetiş, selektiroş ve tehlike asasından çıkış durup şu muhaciretteki Uygur yaşlar toplumunda vekil karakterli kalıp meseleler mevcut. Bunun devanındaki kelbisi yaratan Hristiyan kayısına ve en iş kitabı var. Degendeki bu yana kandak, bunun da yana kandak yoşurum, fırsatlar yoşurup yatırdı ve onun da kandak faydalarımız diyen noktaların örtüştürüştü. Arkadan aramızdaki peşkeden yaş siyasetçi Rehber Ömer tarihimizde ölçmez izlerini kaldırıp ve ilgilerini kaldırıp ketken yaş bilallarımızı eser ötkeç ulanınki kahramanlık ve fidailik ruhunu yeni dünyadaki, yeni devirdeki Uygur yaşlarına kandak geçmiş şekilde topluluk ödüldü ve şundakla devrimizdeki yaşlarınki ecdatlarımızın şallık dönüşüge neymiş ka ve kandak kılıp varış kodumuz gerekli yapıda çağrı tedbirler üstte izlenildi. En kardeşimiz Palmurat olsa bu mukaddes Şeref Türkistan davasına ilgi çıkış gerek davatan kişilerinki cümleden bu yaşlarınki kimlerin üstü kalıcı bir o çıktı yönetmemi belgeç özününki ata-annesi, dosya biraderleri ve neticede Uygur halkı ve Şeref Türkistan'daki davası için yolgu çıkışlı belvarlığa ya ki yolgu çıkan veya ki nimet tilişini bilmeye kalıp dangırap kalan fidakar yaşlarımızda nimet tiliş gerekliğini ve kanda tiliş gerekliği hakkında topluluk ödüldü. Bana bu tabirlerden keyin görülmelerimiz sualın sorusu bulundu. Biz ötken tırnak yığınlardan alan tecrübemizin asasen yığının tertibini saklaş ve hata düşen çalışma koşulan altına iniş makside köpçülükteki suallarını yazmak için soruşunu ümit kılmaz. Bizdeki bu təqdimlərimiz ve sual cevap kısmı tükendiğinden keyin köpçülükteki tartılmay kuruşunu törençelikler sorayımız. Bugün elmalar bilgendikler İstanbul yetişimde forma ve yığınımız ahırlaştı. Bu neticeden şu faaliyetin teşkili gücü olan Dünya Uygur Kurultayı'nı bakarken Dünya Uygur Kurultayı'nın stratejileri tahminen 15 minutlik vaktim var. Buldu rahmet. Başta yeni bir tekrar esselamu aleyküm. Ekran aldı görünmeler. Hem olan Ulu Ramazan ayı mübarek olsun. Ulu Allah tilgen dua tileklerini çıkar olsun olan kubul olsun. Endi bir yerde temi kirsek, hemimiz bilgen okşaş Uygurlarning davası aldıda bizning çoğunlarımız mı, ya peshqadamlarimiz mı nurg'un qatim ta'kidlab o'tdi. Uygurlarning davası hazır yeni bir bosqichga qarab yuzlanyapti, ham shu bosqichga kirdi.
u bo'lsinmi xalqaroniki Uyg'ur davosini va Uyg'ur masalalarini e'tirof qilish. Ya'ni hukumatlararo bu qatlam Uyg'urlar bilan bu davoda, ya'ni Uyg'urlarning masalasini Uyg'urlar bilan o'tirib cho'nqur bir munozara qilish hamda bu masalani hal qilish usullariga biz bilan so'zlashishga bir darajaga keldi. Albatta bu uzun vaqtli musofalar o'tdi. Kim o'ylaganki 20 yil burun Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aldığı şunda jig'inzallarga, şunda Xitoyning rahbarlari bilan o'tirib, yüz o'tirib, o'zimizning shu vatanimizda bo'layotgan ishlarni ularga anglatish, kimlarning bu eslariga keladigan bir masalalardir. Endi bularning hammasi amalga oshdi. Albatta bularningki hammasi bizning davoda to'xtamay tadqiqotgan peshqadamlarimiz olsun, yosh sabtashlarimiz olsun, hammasining buningda cho'ng bir to'kisi bor. Endi bundan keyin bunda bir siyosiy qatlamga chiqqan bir davoni yoshlar o'z ustiga elishida texnik cho'ng bir mas'uliyat va vazifa tuyg'usi tug'ildi. Hamda uningdan jiq nurg'unlagan kasbiy va boshqa texnik masalalarni Uyg'ur yoshlaridan mushtabasidagi yosh qarindoshlardan talab qiladigan bir xil ahvol yuz berib ma'lum. Endi bu yerda hozir muhojiratdagi yoshlar Uyg'ur yoshlari deganimiz asos jihatdan ikkinchi avlod bo'lib hisoblandi. Yana tandan ko'pisi 80-yillar 90-yillar oralig'ida 90-yillar oxirlari chet el chiqqan bir turkum Uyg'ur qarindoshlarningki avlodlari, farzandlari ham tandan ko'pisi kichik muhojiratga chiqqan hamda ya bo'lmasa shu davlatlarda tug'ilgan Uyg'ur yoshlariningki o'z ichiga tarkib topdi. Endi bu yerda biz Uyg'ur yoshlariningki bevosita duch kelayotgan masalalar shu o'xshamagan jo'grafiyalik o'rinlarda ham ijtimoiy muhitlarda o'xshamagan ideologiya bilan üst cho'ng'igan yosh Uyg'urlarningki qanday qilganchalik bir yerga kelib xizmat qilishi bu bir hozir biz ko'ryapmiz, his qilyapmiz. Mana shunday masalalar tug'ilyapti. Uningdan sirt, ya'ni o'xshamagan siyosiy ideyalar albatta yoshlarga singib kirdi. Albatta o'zining oilasi, ya bo'lmasa turgan muhiti o'xshamagan ahvol ostida ham yoshlarga har xil siyosiy nuqtalar keldi. Ammo lekin bularning hammasi mayli qanday farq bo'lishidan qat'iy nazar, ammo niyat, maqsad, nishon hammasi bir. Ammo lekin bu yerda deganimga o'xshash til masalalari olsun, ya bo'lmasa ideya masalalari olsun, ya bo'lmasa boshqa nurg'un masalalarda yana hozirgi bosqichda biz yoshlarningki bir yerda o'tirib o'xshash bir fikr bilan, o'xshash bir niyat bilan bir ma'lum bir xizmatlarni ilib berishiga cho'nqur to'sqinliklarni ilib kelyotdi. Endi albatta buni hal qilish usullari bor. Chunki bu xil ahvollarning yuz berishi bu tabiiy. Chunki Uyg'urlar muhojirat yashayotganlar hozir oldilari ozganda 70-80 yil bo'ldi. O'rta Osiyodagi qarindoshlar, ularning avlodlari Yevropadagi, Turkiyadagi, Avstraliyadagi, Amerikadagi, Yapondagi har qaysi yerdagi yoshlar bilan biz so'zlashdik, mungdashdik, ularning fikrlarini oldik, ideyalarini oldik. Hamda har yerlarda o'xshamagan ideya, o'xshamagan fikrlarningki shu o'ziningki bu yoshlarga bu da'voga qanday qilsam to'p qilma, qanday qilsam bu safga kira olayman, qanday qilganchada boshqa Uyg'urlar bilan birga ish qila olayman degandek masalalarda cho'nqur munozirlashdik. Endi bu masalalarningki albatta biz hozir salbiy tarafdan deganga o'xshash albatta buning ijobiy taraflari bo'ldi. Buni ijobiy taraflari bo'lsa, masalan o'z turayotgan yerlardagi shu yoshlar, shu yerda yetilayotgan yoshlar, ikkinchi avlod yoshlar o'zining shu jamiyatdagi ta'sir kuchi albatta birinchi avlod Uyg'ur muhojirlardan cho'ng bo'ladi. Masalan o'zi o'qigan sohalarda bo'lsin, mayli texnika, mayli siyosiy har qanday yerlardan bo'lsin, o'zi o'xshamagan holatlarda ma'lum bir o'rinlarda agar shu o'rinlarda Uyg'ur davolarini anglasa, albatta bu xil ahvol ostida ularning shu yerliklarningki Uyg'urlarning masalasini tushunishi va shu davlatda, shu rayonda Uyg'urlarning masalalarini anglashida bu cho'ng bir foydasi bo'ldi. Hamda bundan keyingi biz Uyg'ur yoshlarningki bu safda siyosiy yo'lda demokratiyalashish jihatlarimizda sarflashish, ko'p xillashish, ko'p taraflama shakllanib har xil ideyalarni bir yerga jug'lantirishga bizga hamda nurg'un foydasi bo'ldi deb o'ylayman. Hamda bu xil ahvol ostida o'xshamagan ideya fikrligi yoshlarningki bir yerga kelishi bu albatta bizning davoni mukammallashtirish, ham texnik yuqori bir siyosiy sahnaga ko'tarish hamda inshaalloh va hatto bizning vatanimiz ozod bo'lgan vaqtda shu ustida tayyorlik qilayotgan nurg'un yosh qarindoshlarimizninki bu o'xshamagan sohalarda o'z ilib berayotgan shu vatanga bo'lgan to'kisi mayli uch bo'lsin, mayli yushrum bo'lsin,
hammasi bu masalaning ijobiy tarafi deb o'ylayman. Albatta, o'xshamagan rayonlarda, o'xshamagan coğrafiyalik muhitda, ijtimoiy muhitda yashayotgan qarindoshlar, Uyg'ur yoshlariningki birga kelishida asosli to'sqin bo'lgan masalalarni hal qilish usullari nurg'un. Masalan, eng oddiy misollarni olib o'tsak, bizning O'rta Osiyodagi Uyg'ur qarindoshlarimiz, masalan, biz vatandagi mashrab madaniyatlariga yaxshi varislik qilgan. Shunda bir sorunda shu yerda tug'ilib o'sgan, ya'ni balkim bir Uyg'urcha tarbiya elish va ona til tarbiya elish ya bo'lmasa Uyg'ur madaniyatidan oziq elish tas bo'lgan bir turkum shu muhitdagi yoshlarga mushundaq mashrab so'rin tuzash orqali biz Uyg'ur o'zimizning urf odatlari hamda adab axloq har turli narsalarni shu so'rinlarda ular yo'rtib kiryapti hamda shu so'rinlarda hamda bu Uyg'ur yoshlarmi balkim vatanda bevosita o'rganamizmi shu yerlarda o'rganyapti. Masalan, bizning Belgiyani misolga olsak, uzun yillardan beri Belgiyada bir umumiy mashrablar uzluksiz davomlashyapti. Hamda bu so'rinlarda yangi yosh bolalarningki, o'smirlarningki bunga qatnashib mashrabga nima o'zining Uyg'ur kimligi ana deb bo'lgan uqumlarda o'zining milliy g'ururi va vatanparvarligini kuchlantirishda bir ijobiy turtki rol o'ynaydi deb o'ylayman. Andan keyin shuning bilan o'xshash, masalan, jamoatchilikda biz Uyg'urlarningki hammamiz bilamiz, biz Uyg'urlar to'p yashab ko'ngan bir millat. Bizning jamoatchiligimizda bu yerda bir misol aytsam, bizning Avstraliyadagi Adelaydagi jamoatlar, masalan, bizning muajiratdagi bir ulgulik jamoat bo'lib hisoblanadi yoshlarni tarbiyalash nuqtasida. Hamda ma'lum bir fursatlar bilan Adelaydagi bir qancha yosh sinf o'quvchilarimiz bilan bir yerda bir o'rganish, munozir va bir so'rinda bir nechalik faoliyatlarda bo'lish fursatiga erishdim. Ammo ulardan shunchalik suyundimki, shunda bir muhitda, hatto shu yerda tug'ilgan, bir g'arib davlatda tug'ilgan bir Uyg'ur o'smir bir farzandningki shu o'zining millatining tilini va urf-odatlarini naqadar yaxshi bir qabul qilib, shuning varislik qilganligiga hamda shu yerga suyundim. Albatta, Uyg'ur yoshlariningki shu muajiratdagi bu masalani hal qilishda shunga o'xshash bizga o'rnak bo'lgan, misol bo'lgan jamoatchilarimiz ham ko'p. Hamda g'arb dunyosida shu Adelaydagi jamoatni bir misol elishni muvaffaq ko'rdim. Andan keyin uning bilan tam bir vaqtda albatta shuning bo'lib yosh qarindoshlarningki bundan keyingi shu o'zaro tunishish, birlik hosil qilish, hamkorlashishda bundan burun yuz ko'rilib boqmagan nurg'un fursat va buningga bizga fursatlar kelyapti. Masalan, har qaysi hukumatlar o'rlashtirayotgan biz Uyg'urlarga, Uyg'ur yoshlarini bo'lsin, akademiya jihatdan bo'lsin, siyosiy rahbarlik jihatdan bo'lsin, biz o'zimizningki tashkilotlardan dunyo Uyg'ur guruhi har yil o'tkazayotgan yoshlarningki bir kurslari bo'ladi. Hamda bularning hammasi dunyodagi yoshlarningki o'zaro o'xshamagan tushunchalarni azaytib, birlikni hosil qilish va cho'nqur tushunchani hosil qilishdagi muhim so'rovlar deb o'ylayapman. Burun balkim unchalik jiq bo'lmasligi mumkin, hamda bundan keyin bundan jiq bo'ladi, hamda bundan keyinmi ham davomlashayotgan har qaysi cho'ng kichik yoshlarni tarbiyalash kurslari har jihatdan, har sohadan bo'layotgan kurs faoliyatlarga Uyg'ur yoshlariningki aktiv qatnashishi hamda buningki dunyoning har qaysi yerlarida Uyg'ur yoshlariningki bir o'rtaq fikr hosil qilib, bundan keyingi yo'lni texnik yaxshi minib, ajdodlarimizga biz davoni bizga saqlamat, hozirgi qo'limizga kelgan bizning akalarimizga, dadalarimizga, bovlarimizga qanday bir javob qilish, bu narsaga qanday bir varis qilish, mana bu zimmamizdagi eng cho'ng yuklarning birisi. Albatta, mening eng oxirida yana bir ta'kidlab qo'ydig'im, men so'zlaydig'im, albatta yoshlarimizni orasida nurg'un o'xshamagan masalalar ko'rinyapti. Buning ko'rinarli bir masalalari hamda ba'zan bizning yosh sabdoshlarimiz milliy manfaatning oldida balkim o'zining shaxsiy hissiyoti ya bo'lmasa o'zining shaxsiy maqsadlarida balkim milliy manfaatni oldi qo'ydigan shunday bir ahvollar yuz beryapti. Albatta buni darhol ko'z tupirish kerak. Bunda ahvollarni yumshatsak, albatta bundan keyingi biz yosh bolalarningki bu da'voga varislik qilib, bu texmo bu yo'lda davomdan menishimizga albatta bizga to'sqinlik bo'ladi. Shuningga fursatlar bilan ekran oldida ko'rayotgan yosh ko'rganlarning hammalarga bir deydig'inim, hamda mening his qilganim hamda millatning manfaatining oldida har qanday urug' tuqqanchilik, do'st birodarchilik, har qanday shaxsiy
ishlar bo'lsin yo bo'lmasa o'zining shaxsiy hissiyoti bo'lsin, bu milliy manfaatning oldiga o'ta oladigan ish emas. Agar biz milliy manfaatni mush ishlarniki, mush omillarniki oldiga qo'ya olsak, biz texmi yaxshi o'zimizning vazifalarini, mas'uliyatini, o'zimizning qobiliyatini joriy qildirgan asosda bizning qo'limizga kelayotgan mush varis qolgan mushu davoni texmi yuqori bir palli ko'tarib ma'laymiz deb o'ylayman. Rahmat. Köpten köp rahmat talıma kızlıklarla bir leksiya oldu. Hakikaten nurgun derslerine gerçeğimiz istikam bolsak mı? Lekin mındak tabii fırsatda onu konuşup oturup etip kılışına ait mühim dep oylayman. Eğer şunda vaqta atrafı soklangan meselelerini bayqa vaqtımızda o meselelerini onunla tüt şekilde bütün şoğluğa ilgili oldu dep oylayman. Elbette benim kalan bir qancha so'zlar tug'ildi. Ko'pchilikning hozir boshqa savol so'rash boshladi. Ma'u qag'allarniki leksiyasi chekkandikin savollarni shu vaqtda so'rayman. Bir nechta nuqtalarni yoritib berishdi. Muhim ilgiligan holda yoritib berish so'raydilar deb qarayman. Albatta endi Baxtiyor aka o'zing bilasiz, bizniki har qanday bir davaniki, Karpusdan davasi uchun har qanday bir davaniki davomlashishi uchun yosh avlodlarniki bo'lishi intayin zarur. Biz bu jarayonda o'zimizniki shu kichik vaqtlarimiz o'qigan tarix kitoblarimizda, povestlarda, romanlarimizda bizniki shu qadim zamonlardan boshlab Uyg'ur yoshlarniki mayli Sadir Palvon bo'lamdi, yoki undan keyingi vaqtlardagi shu Qashqar Erkushlar Barini Palov bo'lamdi, yoki shu 2019 yildagi Urumchi voqeasi bo'lamdi degandek nuqtaliq ko'zga ko'ringan masalalarni aytadigan bo'lsak, hammasida yoshlarimizniki avangard rol o'ynaganligini ko'rib ketalaymiz. Albatta bu yerda ajdodlarimizdan kelgan mushtaq bir ruhniki bizning umidimiz bog'liq. Sizniki bu shaklda biz yoshlar qilgan tavsiyalarimiz bor sizniki. Xizmat hayot tajriba. Oldu bilan shu fursatni berganinizga rahmat. Undan boshqa ekran oldidagi barliq qarindoshlarniki ulug' Ramazon oyi muborak bo'lsin. Shundoqla vatanimizdagi aziz xalqimiz tinch-omon bo'lsin. Men so'zimda bizniki davlat strategiya tadqiqotchimiz Erkin Akrambek xalqimizniki strategiyasi bo'yicha tarixdan hozir va kelgusi to'g'riliq qisqacha to'xtalib o'tmoqchi. Yani tarix degan chog'da qisqa bir ko'z oldimizda bir xarita yoki bir o'rnak shakllantirish uchun buni qisqa qo'shib qo'ydim. Endi bir ikki odamni men ikki qahramonni tilga ilib o'tishni loyiq topdim. Buni birisi Sadir Palvon, birisi Nuruzgul. Sadir Palvon degan chog'da Sadir deb yetim yomon 15 yoshda atalgan. Bu qo'shiqni hammamiz balki bilmaymiz. Sadir Palvonniki Palvonlarni 15 yoshda atalgan. Ya'ni bizniki qahramonlarimizning ulgusi taki shu İli Taranç Sultanlığı kurulguca bu adam bütün hayatını özünün ailesine şu zulümle karşı köreş için atılan bir kahraman. Bunun başka Nuzgun aynı vakitte Kaşgar halkınınki Çin emeldarlara karşı kozgulan katlaşkan bir yaş kız aynı vakitte uygettiğir. Yani şu tarihteki iki adam, yani iki kahramanımız bizdeki hiç kaçan unutulup kalmaydigan hem unutsak olmaydigan iki kahramanımız bir oğul bir kız özündeki yaş hayatını Uygurlar için atılan. Bunu değişimlik maksat hem de hazır Uygur hanım kızlarına mecburi Xitaylarga tengib Muşunda bir vakitte Nuzgun o'xshash bir qahramanni qaytadan bir qitim kelish nihoyatda zarur deb qarayman. Undan boshqa tariximizdagi yoshlarni sanab bo'lmaydi, lekin men bir qismidan tilga ilib o'tmoqchi. Buning ichida 1990-yildagi Barin inqilobining yo'lboshchisi Zeyniddin Yusuf ayni vaqtda 26 yoshda. G'ulji madaniyat tarkibining boshlovchisi, ya'ni 5-fevral qirg'inchiligi tutulib shu namoyishga rahbarlik qilgan Abdumijid 24 yosh vaqtda qurbon bo'lgan chog'da. Bundan boshqa 5-10 qirg'inchiligini hammamiz bilamiz. 5-10 qirg'inchiligida eng oldida o'limga hukm qilingan 5 bola hammasi yoshlar
Bundan başka bizge Abid şekilde ismi turvattan kök maytılık kız bizdeki kalbimizden uyuşmaydigan örnek sonuna ait yaş bir kız belki müzikte 20 yanlış mümkün benim vakitte. Ondan başka yine yakın zamanda gelsek 85. yıl 12. dekabr okuvuşlar gitti. 88. yıl 15. yıl Ürümçi Ali Mektapları okuvuşlar gitti. Yani Dolkun Eysa Akimiz direktörlük kılan. O çağ Dolkun Eysa Akimiz 20 yaş vakitte. Ondan başka 89. yıl 19. Mayıs'ta okuvuşlar gitti. Bu işlerin hemizde yaş okuvuşlar zulümge karşı götürülüp çıkan hak meydanını şu çağda ifade edilen. Xitay'nınki mıltığının uçuda özününki yaşlılığını kurban berişten korkmay şu yerde özününkini kılan. Ondan başka yine ta'kidlemesek bulmaydigan yana bir yaş 89. 4. yıl o'quvchilar harakatining doirasi O'rkash davlat hokimi. Ayni vaqtda O'rkash hokimimiz 20 yosh vaqt. Yoshlar degan chog'da nima ko'z oldimizga keldi degan chog'da mushu bizniki qahramonlarimiz bir qismi hozir hayot bizga yo'lboshchi rahbar bo'lib ishlayotidi. Yana bundan boshqa ayni shu vaqtdagi yoshlarning ulgusi bo'lgan Dolqun Aysa hokimimizdan boshqa Erkin Ekrem, Mehmet To'xti, yani şu o'quvchilar harakatlarga qatnashgan va shu chog'dagi shohidlarimiz Ro'shana Bakkanov, Farhod Muhammadi, akimiz O'rkash davlat hokimi, Nurmahmat Musaboy, Umid Agayev, bularning ba'zilari hozircha bizga rahbarlik qilyotidi. Ya'ni bu ta'kidlashga zarur bir tema deb qarayman. Amaliyotda bugun bizniki demoqchi bo'lganimiz yoki aniqlab o'tmoqchi bo'lgan bu tema nihoyatda cho'ng ham jiddiy hal qilishga tegishli bir tema bo'lganligi uchun sal burundan to'xtaldim. Ikkinchisi endi hozirgi ahvolimizga kelsak, hozirgi da'vat etgan yoshlarni biz to'liq nazariya jihatdan tushunishimiz kerak. Buni tafsilga to'xtalishga vaqt yo'q. Endi bizning hozirgi da'vat etishimizda üç xil yoshlar bor. Birisi tabiiy qatnashgan yoshlar, ikkinchisi zaruriyat sababli qatnashganlar, uchinchisi majburiyat yuzasidan shu da'voga qatnashib aktiv xizmat qilayotgan faoliyatchilar yoki bizniki siyosatchilarimiz. Tabiiy qatnashish degan chog'da bu siyosat qanday shakl, siyosatga qatnashish qanday bo'ldi degan chog'da o'zimizniki, masalan kichigimizniki o'zimizniki so'zdagi alayligimiz, o'zimizniki tashkillash xarakterimiz hem özümüzün o'quvchilik vaqtidan tortib boshqalarni tashkillashdagi shunday rahbarlik qobiliyatimiz bizni o'zligimizning siyosiy sohaga qatnashtirishda majburlaydi yoki o'zimizni qatnashimiz. Bu tabiiy qatnashish. Bu o'quvchi yoshlar nihoyatda jiq hozirgi vaqtimizda. Undan keyin zaruriyatdan qatnashish qanday bo'ldi degan bu zaruriyatdan qatnashish o'zniki ma'lum bir alaylik yoki boshqa shahar shakldagi alaylik tafsirdan biz o'zimiz taklif qilib akirgan da'vo sifatida ham da'vo sifatida uzluksiz qaror chiqayotgan bir qism qarindoshlarimiz bor. Ular nihoyat yaxshi cho'ng xizmatlarni ilib beryapti. Uchinchisi majburiyat yuzasidan qatnashgan. Bular o'ziniki buni shu keyingi lager masalasi chiqqandan keyin chiqqan bir qism aktiv jangovar yoshlarimiz bular o'ziniki vicdani mecburiyetini ado qilish uchun chiqqan o'z urug' tuqqanlarni zulmdan to'xtatish uchun chiqqan hamda buni biza izoh berib o'tishga to'g'ri keldi. Krizis va qiyinchilik qahramon yo'ldi. Hozir Uyg'urlar eng qahramonga muhtoj bo'lgan. Mushu bizning oldimizdagi krizis lager masalasi biz Uyg'urlarga nurg'un yosh qahramonlarni yaratdi. Bundan keyin ham yaratdi deb o'ylayman. Bunu bir kısa topluluk tutup yana yoshlarniki shu siyosiy faoliyatlarga qatnashishi nihoyatda ta'sirli ish bo'lib demokratik davlatlarda tez ham bularni jalb qilmoqda. Chunki bu ham boshqalarniki topganisiga shundoqla
ro'yi besimga qattiq uchraydigan bir soha bo'lganligi uchun uningdan boshqa endi biz uyg'urlarda bevosita xitoyniki taklifiga ya'ni jon taklifiga uchraydigan ahvollar bo'lganligimiz uchun buni yoshlarni bu siyosiy sohaga kirish texnik to'xtaydi. Endi Norvegiyani ahvolini men misol qilib ko'rsam, hozirgi Norvegiyaniki bosh ministri Erna Solberg o'ziniki hozirgi o'ngishlar partiyasida 17 yashida qatnashgan. Bunun oldidagi bizniki bosh ministr Jens Stoltenberg, balkim ba'zilar taniymiz, hozirgi NATO'niki bosh sekretari. Bu odam 14 yaşında o'zining siyosiy hayotini boshladi. Buni Wikipedia'dan ko'rib olsak bo'ldi. Demak, yoshlarning xizmati yoki yoshlarning shu sohaga kirishi har xil sabablardan bo'lsa, bu nihoyatda burun boshlangan, yana o'zidagi o'smirlik vaqtlaridan tortib o'zidagi tabiiy shu xususiyatlari, ya'ni olayliklarni chiqib o'tirib da'vat etgan yoki shu sohada xizmat qilgan yoshlar bor. Endi yana bir ta'kidlashga tegishli narsa, yoshlarniki hozirgi xizmati tarixda hech qachon bo'lib boqmagan darajada zo'raydi ham rivojlanyapti. Buni nihoyatda qadrlash kerak, ham bularning ichki iqtisodiyotini tekshish kerak. Bu yerdagi endi kelgusiga to'xtalsak, kelgusida gapimizniki avvalgi so'ragan to'xtalsa, kelgusida yoshlarni qanday qilib bu uyg'urlarniki da'vat etiga yoki mustaqillik ko'rishiga elib kiramiz degan joyda meniki o'zimning his qilgan bir nechta taraflarim bor. Buni o'tirib qo'yib qo'yay. Bundan keyingi suhbat munozaralarda texnik to'liqlashib to'g'ri keldi. Meniki o'zimning his qilganlarim da'vat etib qatnashadigan yoshlarga sharoit hozirlab berishimiz kerak. Ya'ni sharoit keng kuchada sharoit bo'lmasa, yoshlarniki bu da'vatga kirishi to'xtaydi. Ya'ni qadam kirish usulü olmuş. Bu bolalarni yosh o'smirlik vaqtida tortib, navbay degandek, yana shu o'rta maktabdagi vaqtlardan tortib, amalda o'zidagi ortquchiliklarni joriy qildirgan, ham shu tarafda alayliklar bo'lgan, so'z qobiliyati yuqori, tashkillash iqtidori yuqori bolalardan tortib, shulardan boshlab tarbiyalash kerak. Ikkinchisi, mustaqillik va aktivlikni joriy qildirgan fırsat veriş gerek, yani hazır hizmet kılatmanlar kartılgan bu. Çünkü bu bolalarda genç gelinip kalgandek, fırsat verilmeye vatgandek, bütün tepki çoğulan tepki vatgandek, özde futbol şuşulup kalgandek bir kıl tuygular var. Lekin bunu el kıklı buldu, bulmaydıgan şey yok. Şunun bularda özgü olan işenç, mesuliyet tuygusunu turguzuş, okşaş, her xil yollar arkalık bu bolalarda o'ziniki mustaqil faoliyat kelib boradigan bir sharoitni hozirlab berish kerak. Uchinchisi bo'lsa, tarixlarni tuzib chiqarish kerak. Buning ichida har xil sohalarda universitetlarda o'qiyotgan yosh o'quvchilar bor. Bularni avval degan ikkinchi turkumdagi bo'yicha ixtisosliklarni o'zimiz taklif qilib da'voga kirishimiz kerak. Bularni sharoitini hozirlab berish kerak. Yani kasblashtirish uchun, bundan keyingi da'voni kasblashtirish uchun bu shu tabiiy o'zi shu har xil sohalarda kuchlanayotgan yoshlarni da'vatga kirishmak muhim. Yana bir so'raga kelsak, siyosiy sohaga o'z alohidaligiga qarab yosh o'smirlarni yig'ish kerak. Bu avval birinchi qadamda deganim o'xshash, lekin bu kichikdan tarbiyalashga qartilgan. Yana birisi siyosiy har xil oilalarni ko'paytirish kerak. Yani bunun ichida balkim tushuntirish kerak buni siyosiy, ya'ni sarxillar oilasi degan chog'da har ayol ikkisi siyosiy sohada xizmat qilayotgan, masalan, nihoyatda yaxshi misollardan Ro'shan opamiz bilan Abdukim Idris hakimiz bor. Yani bular ikkinchi dunyo uyg'ur to'g'risida bütün dünyadaki uyg'urlarga tushunildi. Yana birisi Germaniyadagi Anvar Ahmad yani bu vazifada tadqiqot mudiri, shundaqla ayollar mudiri
Muşunun okşar hazır yaşlarda muşunun okşaş cübden köpeyteş bunun kiyinki davadaki bir takım yaşlarını yetekleş. Şundakla ulanın koşunu zoratiş için hem ulanın ballarını davası çok özgürlüğünü ekiriş için gayet mühim rol oynaydı. Bundan başka noktalıq terbiyeleşini yol koyuş gerek. Yani yetilgen adam bizonki sarkıl yaşlarımız bütün hem sahada yetilgen olmaydı. Bir tarafta alay dili olsa, yeni bir tarafta alay diline biz məxsus terbiyeleşimiz gerek. Mesela siyasatta okugan olsa, tıl kabiliyeti yaxşı olmasa, bunu terbiyeleş gerek. Tili yaxşı siyasi cihetdə artıqçılığı rakam bolsa, bu taraf terbiyeleş gerek. Yani bununla ma'lum nisbətdə iqtisad ajratish nəhayət mühim deb qarayman. Bundan başqa dava sepida yosh xonim qizlarni jiddiy ko'paytirish kerak. Bu nəhayət mühim. Meniki elə müşahidə kelgan chaqda yosh xonim qizlarga bir tavsiyalarim bor. Chunki yosh xonim qizlar davani kuchlantirishda nəhayət mühim rol o'ynaydi. Biz doim deb turibmiz, er ayollar huquqi, baravarlik degandek. Bu huquq, baravarlik biz hozir o'zimizning millatidan chiqish qilib aytgan taqdirda bu beriladigan narsa emas, qoladigan narsa. Majburiy oladigan narsa. Berilgan narsa ya saqti bo'ldi yoki o'zining rolini joriy qildirolmaydi. Ayollar hozirdan boshlab o'ziniki baravarligi, huquqi, ya'ni siyosiy sohadagi o'rnini hozirdan boshlab topmasa, xuddi mushqatandaq seminarda ayollar to'g'riliq söz bo'lmagan o'xshash kelgisimi Sharq Turkiston qurilsa ayollarning huquqi ba'zi taraflarda tushib qolishi mumkin. Chunki ayollar shu sohada bo'lmasa, erlar o'tib qolmaydi. Shuningga bundan keyingi ishlar shu shakldagi siyosiy da'volarda ayollar nihoyat muhim rol o'ynaydi. Bundan keyingi mustaqil Sharq Turkistonda ayollar texnik cho'ng rollar o'ynaydi. Shuningga ayollar hozirdan boshlab bulutma yosh qizlar har qaysi sohalarda o'qiyotgan tarbiyalanganlar siyosiy sohaga jiddiy to'planish kerak, kirish kerak. Eng oz deganda 30% bo'lmasa 50% davosini to'ldirish kerak bular. Bundan boshqa endi dedik iqtisodlarni tep chiqish kerak deb. Endi bu nazariyani deyish oson. Zodi qanday hal qilamiz? Qilmoqda ba'zi masalalarni o'tirib qo'yib qanday qilamiz, manda qilamiz deyish qo'ng'ay. Lekin haqiqatan bir amaliy yo'l bilan buni bir necha qatlamlar yurib bir necha qadam bosqichlar bilan buni hal qilish xeyli to'xtaydi. Buning amaliy misollardan bizda bor. Burundan davomlashib kelyapti. Qurultaymi buni bir necha yil bo'ldi. Davoni yoshlantirishda qurultay ishni davomli qilyapti. Iqtisodlarni tepib chiqish, ya'ni qilib chiqishda buni qurultayda hozir xizmat qilayotgan yoshlardan ko'rish qildi. Sharoit hozirlab berish eng muhim. Davr burungi qaragancha o'zgardi. Ham do'konga o'xshash bir tarafdan tezroq to'shib o'zining oilasini qamdagandan boshqa bir tarafdan da'vo qilinsak hozirgi yoshlarga oqmoqligi mumkin. Japa bizniki peshqadamlarimizniki tortib o'tib ketdi. Bundan keyin sharoit texnik yaxshilanayotdi, yo'llar ichilyapti. Shu peshqadamlarimizning yo'llangan yo'li bilan shuningga qarata bir necha sohada rekordlar yaratyapti dunyoga turibdi. Rehberligida mesela hozir 60 yaqin tashkilotlar birligi qurildi. Virus kriz markaziga $1 million pul yig'ilib har qaysi kriz uchirgan qarindoshlarga yordamlar bo'lyapti. Mushu taraflarni aytgan chog'da qilib bo'lmaydigan ish yo'q. Yoshlarni bir mazgil tarbiyalab o'zimizning setirib ketish nihoyat muhim ish. Men shu so'zimni mishada to'xtatay diqqatingizga rahmat. Köpten köp rahmet, nihayet çukur bir analiz buldu. Ben bu rastlama kısam davada tecrübelik tecrübemiz boğan olsun. Lakin bazı noktalarını sizinki bu deneyimimizin yaklaşanlık olup olamamış o
teşkilatlarınki davani yaşlaştırış hakkındaki gösterken kontrol tedbirlerinki bu tedbirlerini korumak bakımından oldu. Çünkü hazır cemaat içinde olsun, ya ki yaşlar toplumunda olsun, bu teşkilatlarınki davaniki yaşlaşık olan intilişle, tileple pek kontrol bulundu. Elbette bunu icra kılıştın ki elbette bir kança kadem basmışlardan bolduğunu asan bulmayınlarını elbette görüp yaptık ve şundaklar bu kontrol tekniklerindeki şu arkadaş teşkilatlar tarafından hepsini oylaş baksı oldu kendigen noktaya ettik. Köpün rahmet elbette kallam topulgan neçe sorular var. Halma departmanınki notifikasyonki sizin yani soruş postunuz buldu. Köpün rahmet. Hem de Halmurat departmanınkileri biz abay degendek biz şu nöbette körülüp atkan yaşlar toplum oturusunda saklangan meselelerge bir kor nezarimizde aldıgan bulduk. Bu arkalık çoğunlarımızdaki muş meselelerinki göz dışı ulardan şu nöbet saklangan şu meseleleri fırsatlarını izleyip bu arkalık yolu baktan meselelerimizde kanda hal kılış hakkında çağrı tedbirlerini anlayan bulduk. Nöbette Almurat sizden şimdi sizden elbette şimdi bir uzun tecrübelerin sizinle yol kuralımız işimiz bizge temizde asas mezununda şu Şerif Türkistan davasının kendi yaşlarına ilgili çıkışı gerekli çık değiliz emimizde gidelim. Lakin bir yerde kontrol yaşlar diyen meselede emimizdeki tutan pozisyon oturuşun meydanı. Mesela Michel Olduvakallımı diyen 3 devre gidiyoruz ama eğer 5 yıl bir devrege tayyorluk olmaz, 3 devrege tayyorluk oldu kendiniz. Bu cihette hem de bizim özümüzü güçlük geçtiğimiz lakin muşarkalık sizinki koşumcu tutulukla kurgan taraflarınızı etkisiz bergen mısınız? Rahmet. Assalamu alaikum. Yana bir qatlam qarindoshlar. Yaxshimisizlar? Ovozim yaxshi chiqyaptimi? Yaxshi chiqyapti, anladınız. Men endi so'zlaydigan asos yoshlar va Uyg'ur davosi, ya'ni Uyg'ur davosiga yoshlashtirish yoki yoshlarni Uyg'ur davosiga qiziqtirish to'g'riliq ko'p so'zlar bo'ldi. Unda bo'lsa yoshlar degan Uyg'ur davosi degan anki o'sha yoshlar izohlangan yoshlar yakunmay qolsa keyin yoshlik davrida davo qatnashmay keyin davo qatnashmoqchi bo'lgan qarindoshlar bo'lsa ular kirgandan keyin nima ishlar bilan shug'ullana oladi degan to'g'risida men 15 minut vaqtdan foydalanib o'zimning tushunganlarga asosan bir aniqlamalarni berishga izohlashga tirishaman. Ben bu hafta kasbiy emas, cemiyetshunos emas, shundoq bo'lg'achqa ilmiy bo'lib ketishini atayın. İşletken qorallarim balkim ilmiy bo'lib ketishini atayın. O'z regimdan o'rganib, o'zimdan islatgan bir bo'lganligim uchun buni o'xshash kamchiliklarni chiqishi normal deb o'ylayman. Bir narsaga diqqat qildim. Hozirgacha kelgan vaqtda bizda qeritlashish, normlashtirish yoki bo'lmay qolsa o'lchamlashtirish deydigan bunlar cep işletilmekte, ameliyat işletilmekte. Nima shundoq deymiz degan chaqda oddiysi lag'man to'g'rilikda bir kichik bir hikoya deb bersam men uydan chiqib ketgandan keyin hech qanday bir narsa qilishga bilmaydim. Lag'manga boraqtimda shular uydagilar bilan aloqalashib lag'manni qanday qildi desam munchilik unga munchilik suvni qo'shib munchilik vaqt turg'isiz dedi. Shundoq qildim amaliyotda unda qirg'inim bilan u lag'manning jezisi ben degandek yoki men yap kunganga o'xshash mumkin, balkim texnikalik masala bo'lishi mumkin yoki maqsadsiz miqdor masalasi bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Shu hozirgacha qarab baksam, muncha gram unga munchalik tuzni qo'ysak, munchalik suvni qo'ysak bo'ladi degan o'lcham bo'lgan bilan amaliyotda unninki ximiyalik tarkibida, masalan, qanchalik glutenninki, qanchalik kraxmalning va qanchalik teshyolar bo'lgan chaqda qanchalik unni qo'yishimiz, qanchalik tuzni qo'yishimiz deganga o'xshash bu qadar inchiqlik oldi o'lchamga ekanligimizda shuning bilan bu cho'nlar bilan gap qilishgan vaqtimizda edi. Peshqadam bizning inqilobchilarimiz bilan yoki mayqasi boshqa yosh inqilobchilarimiz bilan yoki kurashchilarimiz bilan davo, Uyg'ur davosi va yoshlar degandek temalar to'g'riliq gapirishgan vaqtimizda bir huquq masalasi tug'ildi. Ya'ni nima huquq masalasi degan chaqda belki mening tushanchamdagi yoshlar bilan g'ayurning tushunchasidagi yoshlar
Bəxtiyar əfəndinin düşüncəsindəki yaşlar, Yaşar əfəndinin düşüncəsindəki yaşlar oxşaması mümkün. Belki mesela Dünya Uyghur Kurultayı'nın reisi Dolphin İsa Efendim bilen bu katılımlık faaliyetini asası uğurlaştırgan Erken Ekrem Efendim bilen karşıdaki yaşların belki bir birisi okşaşılması mümkün. Mesela bunu inç detalları içep etken çağrı yaşlar degen neçe yaşlıkçılar desek emmimizden cevap belki okşamaydan çıkıp da böyleyim. Hem başkalar bu mesele kadar kalkılan desek mesela halkaradaki ölçemler metrede eski Fransa'dan başlanmadan okşaş. Nurgun ölçeklemle hukumlarınki yaşması bir devletten başlanıp halkara kengaygen mesela yaşlarınki mi? Hazır gerçi BDT tarafından o hizmet kuruluşu degandek meselelerde yakşına okşaş münasebet kanunlar verilgen izahlar asaslananca 14 yaşlı 21 yaşlı buğaların yaşları hep hesaplayırken ama bu BDT'ninki halkarada ölçemleştirilgen bir yaşlar belgen hukumiyet tabiri emez. BDT'ye arzan nurgun devletlerinin muhalifleri yaşlar belgen tabirde bazı 18 yaşlı 30 yaşlı deyirken mesela Cenab-ı Afrika yoki Cenab-ı Sahra'ya bir devlettir yani Afrika devlettirde yoki bazı Asya devletlerinde mesela Vietnam'da 18 yaştan 35 yaş kişi vallahi yaşlar bulduğu da bir hesaplayırken de hem Uygurların şuna okşaşmıdır da mening yardımda kalışça Dünya Uygur Kurultayı'nın bunun belgen kandak tabiri bağışkerliğini bilmedim ben materyallarını Muşnuma tayarlıqqa vaxtında Dünya Uyghur Kurultayı'nın yaşlar münasebet nurgun materyalini görüp baktım ama bunun belki bir tabirini tapamadım ama bu yoklığının direktleri işine tayın. Mesela yaşlar namıda atalgan teşkilatlardan Şarkı Türkistan Yaşlar Kurultayı da, onun burun teşkilatlarının bunun okşaş tabirlerini belgini bilmeydikenler. Benim gılpal yardım kalışça ulana belgen tabirde 18 yaştan 35 yaş boğallar. Bu da undaq boğan çağda bu şu sorunda hazır oltağan sorundaki Türk'ümüzden belki birimiz yaş bilişimimiz ağalla adol tiyaneldi. Kuram retkelde var bir sat bulunuz. Şuna hazırda vatkan oku Dünya Uygur Kurultayı'nı yaşlaştırıyoruz degandeki meselelerde neçe yaş kişilerini yaşlaştırmıyoruz degen gap. Ameliyatı bu alıkı çakçaktan degendeki gaplar ama ölçem inak buluş gerek demekçi. Anda olsa Uygur davası degen nemi o? Biz deyimiz oku dava kısa kulattı, dava içi kirsek kulattı da. Nurgun adam soraydı nemi kılınızdı. Bu meselesinin inak olmağalıqdaki düşünce. Meninki üzerine düşüncesi kanda degan çağda. Benim üzerine düşüncesi de Uygur davası, yani Uygur etnik grupsunun ve Şarkı Türkistan ulusunun hak hukuklarını qoğdaş davası. İkisini ayrım et bağlı, yargılmaya kalsa, birlep bağlı degen okşaş, bunun okşaşı ziddiyet qaraşlar mevcut ama bu yer ular doğruluk toxtalmaymiz, vaqt meselesi sebebidir. Peki bulardan sırt yani hak hukuklardan sırt yani bunu da kişilik hak hukuklarını düşündürgen vaktimizde bir yerde birincisi kişilik hukuk yani birisi muhit qoğdaş hukukları var, muhitli hukuku, ayalla balla hukuku yakın mayqası. Uygurlarınki siyasi kararların çıkarılışı, katmışış yaki özlük münasebet, karar çıkarışlı münasebet kişiler arılış hukuku. En mühim Uygurların özünü özlük idrak kılış, devlet memuriyeti ya hakimiyet kurup öz teritoriyasına ilgili hukukuna eriş hukuku. Ameliyat kanun boyunca etken çağda Şinjan Uygur Abdum rayını degen joyunun şu namıdırla Şinjan dep atılıvatkan ameliyatta bizdeki vatanımız, özgürlüğümüz Şarkı Türkistan'da bizdeki ilgili hukukumuz Xitay tarafından başkalar tarafından etiraf kılınan bir hukuk ama o devlet derecesi bağlan emas. Şunun için bizdeki yeni bir en mühim hukukumuzun bo'lganda tüveni bo'lganda Uygurlarning öz vatani tuprog'ida ilgili huquq yurgizishi, hakimiyat qurib, ma'muriyat ijro qilish qatorliqlarini ijro qilish uchun diplomatik munosabatlarning bo'lishidan birga shundoq bir cho'ng turni ijro qilish iqtidori bo'lishi kerak. Buning uchun iqtisodiy egiligi yoki ixtisos egalari bo'lishimiz kerak, egalar bo'lish kerak. Anadaki ma'muriy va hatto askariy byurokratiya sistemimiz bo'lishi kerak. Yana bir hukumatga o'xshaydigan bir sistemimiz bo'lishi kerak. Yani iqtisodiy kuch quvvatimiz bo'lishi kerak va undan sirt aşıp territoriya tutib turalaydiganqa harbiy quvvatimizin bo'lishi kerak. Bular to'g'riliq tafsil to'xtalmaymiz. Endi nimani qayerda qanday qilmaymiz degan masalalarga to'xtalgan vaqtimizda bu yerda yana Uyg'ur davosining ichida bayragan o'xshash bir qancha kategoriyalar bor. Shu kategoriyalarga asosan kerak bir qancha xil ishlar bo'lishi mumkin. Bularni tushunishimiz kerak. Birinchisi aktivizmdir. Yani birisi siyasi hareket, ictimai mülazimet, mesela hayır ihsan işleri yapmaya kalsa, dini hizmetler, medeniyet hizmetleri degandekler,
ijtimoiy mulozimat turlari ko'p. Yana birisi byurokratlar bo'lishi kerak. Byurokratlar deganimizga endi tushuncha bersam, byurokratlar deganimiz masalan Dünya Uyg'ur Qurultiyi qatorliq tashkilotlarda yoki maqasa ma'rif jamiyati deganga o'xshash tashkilotlar muqim maosh bilan rasmiy ma'mur bo'lib ishlayotgan qarindoshlarni ko'rgazdi. Bular jamiyatda shularning ma'murlari, ya'ni byurokratlar hisoblanadi. Yana birisi aktivistlar. Aktivist deganimiz bu doirasi bek keng, ya'ni ijtimoiy qurilmalarda o'zgarish yasash yoki siyosiy qurilmalarda o'zgarish yasash qatorliqlarni maqsad qilgan asosda turli o'xshamaydigan faoliyat turlari orqali o'zininki isloh qilishga bo'lgan intilishini ifodalash va hatto islohotga bevosita qatnashish qatorliq faoliyatlarni o'z ichiga oladi. Undaqda ya'ni bir ish qilaman deydigan bo'lsak, to'rt turli ish bor ekan biz qila oladigan. Birisi aktivist bo'lishgan, ikkinchisi siyosiy harakatlarga qatnashgan, yana birisi siyosatchi bo'lishgan demakchi, yoki ijtimoiy mulozimat bilan shug'ullanishgan. Masalan, farovonlik ishlarga, diniy ishlarga qatnashish yoki bo'lmay qolsa hozir davatdan o'xshash majburiy mavjud bo'lgan byurokratiyaga kirib, byurokrat bo'lib ishlash posti bor ekan. Shunga o'xshab to'rt xil. Aktivistlar uchun qanday qilamiz yoki qayerda qilamiz degan savol bo'lsa, so'rin yoki o'rin masalasi aktivistlarga nisbatan amaliyotda bundaqdek aniq emas, mujmal emas. Masalan, to'g'rida internetda bir faoliyatlarni qilmoqchi bo'lsangiz yoki internet aktivist bo'lmoqchi bo'lsangiz, qo'lingizda bir aplikatsion bo'lsa yoki uyingizda bir kompyuter bo'lsa, internetingiz bo'lsa, hamon shundan foydalanib bir aktivistlik harakatini boshlay olasiz. Yoki bo'lmay qolsa siyosiy harakatlarni qilmoqchi bo'lsangiz, mavjud siyosiy ideyalarga ergashib yoki mavjud siyosiy tashkilotlarga, partiyalarga qatnashish orqali shularniki bir qismi bo'lishi bilan siyosiy harakatlarga qatnasha olasiz. Bu siyosiy harakatlar shu siyosiy ideyani amalga oshirish uchun ilib berilgan barliq harakatlarni o'z ichiga oladi. Ijtimoiy mulozimatlar deganimizda hozir Uyg'urlarning ichida eng avvat bo'layotgan ishlar ijtimoiy mulozimatlar deb hisoblanadi. Masalan, buningda qarshi tashkilot yoki organlarning turli madaniyat faoliyatlari yoki xayriy ehson faoliyatlari va yoki shunga o'xshash diniy ta'lim, tarbiya, ma'rif faoliyatlarining hammasi ijtimoiy mulozimat faoliyatlari deb hisoblanadi. Byurokrat bo'lish deganimizda hozir qanchalik organlarningki byurokratlarga ehtiyoj borligini bilmayman. Baxtiyor Efendimning deganiga o'xshash, agar u choralar amalga oshib qolsa, balki nurg'un byurokratlarga ehtiyojimiz bo'lishi mumkin. Bu chog'da o'xshamaydigan siyosiy gavdalar yoki hozir mavjud siyosiy gavdalarningki kengayishi, o'zining funksiyasi va iqtidorini oshirish uchun ixtisos egalariga bo'lgan ehtiyojdan o'zininki sharoitiga tushli holda ko'p ehtiyoji tug'ilib xizmatchilarni olishi mumkin. Buning uchun shularga kiralisak demakchi yoshlarni, man yosh emas hozir, boya o'lcham bo'yicha qanchada ham qanday qilamiz degan vaqtda ham byurokratlardan boshlaydi. Nega kelgancha byurokratlardan qanday qilamiz deganda, masalan, Dunyo Uyg'ur Qurultiyiga kirib ishlaydigan yoki maqasa Uyg'ur kishilik huquq projektiga kirib ishlaydigan yoki Uyg'urlar Uyg'ur campaign Uyg'urlar uchun faoliyat qiladigan tashkilot yoki maqas ma'rif jamiyati deydigan tashkilotlarningki o'zlariningki o'xshamaydigan xizmatlarga bo'lgan ehtiyojlarga asosan o'xshamaydigan ixtisos egalariga ehtiyoj bo'lishi mumkin. Masalan, Dunyo Uyg'ur Qurultiyini aytsak, ben qatnashayotgan xizmatlarni misol olsak, men Dunyo Uyg'ur Qurultiyining xizmatchisi emas, a'zosi emas, faqat partiya tashkilotsiz bir zot bo'lish suhbatim bilan buni da'vatiman. Amma faoliyatlarni to'g'ri tushunib ketishim notayin. Demakchi, masalan, lobchilik faoliyatlari bo'ldi. Lobchilik faoliyatlari uchun faoliyatlarni o'rinlashtiruvchi bo'lish kerak. Bu joyda til biladigan va xalqaro qonunlarni biladigan deganga o'xshash kishilarga ehtiyoj bo'lishi mumkin. Deganga o'xshash, ya'ni o'zimizni shuning uchun tarbiyalashimiz kerak. Aktivist bo'lish uchun o'zimizda hozir bor bo'lgan sharoitlardan foydalanib, o'zimizning ehtiyojiga asosan o'zimizning o'rganishga tegishli bo'lgan narsalarni o'rganishimiz kerak. Shunda bo'lgan chog'da o'zimizni tag'in kuchlantira olamiz va kuchlantirish orqali o'zimizningki ehtiyojlardan, qilmoqchi bo'lgan xizmatlarning ehtiyojlaridan chiqa oladigan darajada bilimlarni egallashimiz kerak. Masalan, faqat fizika yoki kimyoni bilib
edebiyatı bilmeydiğin, yakma kalsa edebiyat bilen fizik, kimyani bilip siyaseti bilmeydiğin bu vaktimizde, yakma kalsa okşamaydiğin bürokrat sistemlerini ki kanda hizmet kıldığı mekanizmini düşenmeyen ahvalı aslında biz ula bilen bir iş kılalışımız belki yaki şundak boşluklardan faydalanışımız asasen mümkün emas. Qandaq sorunda, qandaq gaplarni qilamiz, bu so'rovlar kirdigan ishlarni qandaq ochimiz kelganini, shuningki qurilmasi mexanizmini tushungan vaqtimizda qila olamiz. Masalan, Yevropa İttifaqı qandaq xizmat qiladi, Yevropa İttifaqıninki xizmat funksiyalari, o'xshamaydigan byurolari, o'xshamaydigan ishxonalari va ularning funksiyalariga asosan biz foydalana oladigan qismi qaysilar va kimlar bilan aloqa qilisha olamiz, qandaq bir süpürlerden faydalanmayız degan o'xshash bilimlarni bilgan vaqtimizda Yevropa İttifaqıning ichida o'zimizning sadosini olib olaymiz. Kerak bo'lgan so'zlayman desakla anglashini atayım chunki ularning protokollari bor, tartiblari bor. Shularni bilgan vaqtimiz bo'ldi. Andan keyin o'zimiz xohlagan bir tartibda o'zimizningki kuch quvvati yetib oshgan vaqtimizda mayli iqtisodiy jihatdan, mayli ma'muriy jihatdan, mayli harbiy jihatdan, mayli boshqa jihatlardan, diplomatik jihatlardan bo'lsin, hamma sharoitlarimiz hozirlangan vaqtda o'zimizning tartibini, o'zimizning vatanida turg'iza olamiz. Shu chog'da mustaqil davlatimiz bo'ldi. Mening bergan gapim o'shagicha. Ardın bağdan gap qo'ygansan, qarindoshlarni bu so'rayman. Rahmat. Estağfurullah. Hakikaten nihayete çoğun mulaylık, zaman ne hızlı bir leksiya oldu. Nurgun nersinde mesela ben bilgini aldım. Mesela şu siyasetçi bilen aktivistin gibi tartine ben aşağı uzaktan ilişkisi ben aldı okuşmağa nesli olup için ilişkisindeki ismi ayrımda lekin konflikt tartine ben bilgen acıtı olan oldum. Köpten rahmet. Şöyle ekran altında oturmaktan, kırıvattan aziz görünmeler herhalde. Nurgun salakla iyi oldu. Öyle bulat mı? Şu dava hizmet diyen hem de dava hizmet diyenimizin şu abstrakt ufkumda şekilde kuruldu. Sen abay digendikine Ahmet Efer abay göstergendikine türler oyunca. Sen şu siyaset kuruldu oyunca aktivistlik yakınımızda içtimai taraflarını yardım digendikine her türler oyunca dava hizmet kılan noktalar aydınlaşkan buldu. Köpten rahmet elbette bulunduğum sorulan sorularım var. Dikin aval mabum Yaşar efendim bu konuşması sualdan başlaydı. Yaşar siz aday digendikine söz ettiniz şu Uygur muhaciret Uygur toplumu yani yakta toplumu emas muhaciret Uygur toplumu murakkep toplum. Onda bir kararda mesela mesela Gürgen mesela alayını ya ki Gürmaniye mesela alayını ya ki Türkiye mesela alayını. Ve karardan bolsak bir yerde veterinin işçiden veterinin açıdan kelgenler var, Orta Asya'dan kelgenler var. Ondan başka bu Uygurlar'ın ki her kıtalar önüp ketken garip ellerinde İslam, Türk ellerinde yaşayanlar var diyenlikler. Bir parmakta elbette biz özümüzdeki yaşayan içtimai, coğrafi evallarımızdaki ordumuzda okuşulması asasen şu yerdeki içtimai alaylıklarını özümüzde sığındıran bu. Mesela Türk ve İslam dünyasındaki Uygur toplumu kavramındaki işte Uygurları düşünceleri bilen Avrupa'daki yaşayan Uygur toplumundaki işte Uygur düşünceleri elbette nurgullah okuşuş bazı lekin tekrar enişte paragraf vaktimizde mesleği boğaz göz karşı, göz karşı, onun meselelerini göz yoğuştu. Diğerlerinde köp taraflarından okuşmasıyla baygın. Ve aynı zamanda şu okşuş bir coğrafi devir yaşamaktan yaşlarındaki oturusunda ayaklarına göz çıkaran mesela bayan diğerlerinde. Mesela bizim devrimimizdeki vallahi bizim küçük devrimimizde bizim küçük yani mesela 5-6 yaş küçük olarak vallahi ki oturduğum nurgun ayaklara olan meseleleri boğan köz meseleleri boğan sıkıştırmamızın takip meselelerini düşünüşümüzün takip hatta ki şu Avrupa adetli meseleleri için bazı taraflar kuruldu. Bundan bir kalgan vaktinde bir yerde cırt ziyet ve evvalla vardıkta muşu ziyet evvalla noktayladı muşu yaşlarındaki bu işe toplum çıktığında özündeki milli Avrupa adetli yaşlı çıkıp ne de göründüken bir toskulukta göründüken. Acaba lekin ömrümüz bilmek dünyada hem neresi iş tarafı var. Hem de muşlukta bir kavakta Michel gibi şu tokunuşluk ve ziyade kalıtımı bir fayda fotoğrafları var mı? Fırsatları var mı? Muşlukta biraz ilerler sözlerine gelmişsiniz. Avaz mı alanı mı? Anladım. Evet. Rahmet Gayet'le sualınız var. Hem de
bu yerda simda o'tamiz, hammamiz bilamiz, har ishniki ikki taraflama bir nimasi bo'ladi endi. Bu yerda masalan men o'zimni misol qilib aytsam, men chet el chiqqanli hozir 7 yil bo'ldi. 7 yil jarayonida men bar tirishchanligim ko'rsatib, tirishchanligim bilan shu bilgaki jamoatligi bo'lsin, yo bo'lmasa har turli boshqa davlatlarda xalqaro jihatdan, siyosiy jihatdan, ijtimoiy jihatdan kuchimni sarf qilayotgan bo'lsam, ammo lekin agar Belgiyada tug'ilib o'sgan bir yosh farzandningki u o'sib yetilib Belgiyada bir dangliq advokat, yo bo'lmasa bir universitetning professori, yo bo'lmasa parlamentning ichidagi a'zosi, yo bir shahar boshlig'i bo'lib, uning so'zgan so'zi bilan mening so'zgan so'zimningki buning kuchlik ojizligi bu nihoyat ko'rinarli holatda. Endi bu navbatda muhojiratdagi ikkinchi, uchinchi, hatto ba'zan O'rta Osiyodagi qarindoshlar 4-chi avlod bu xil yosh bolalarningki shu xil jamiyatga cho'nqur singib kirishida albatta bizning davomimiz bir fursat, bu fursat nihoyat g'animat fursat. Chunki albatta biz bu ulug' nishonimizga yetish uchun ma'lum bir narsani tutib olsaqlar bo'lmaydi. Bizga har qaysi jihatlardan ixtisosliklar, siyosiy jihatdan, texnik jihatdan, harbiy jihatdan, san'at jihatdan nurg'un odamlar lazım bizga. Agar biz Uyg'ur yoshlarimiz o'z turayotgan davlatlarda mushunda ma'riflarni qabul qilgan ekbalasida o'zining shu jamiyatdagi, ijtimoiydagi ta'sir kuchi orqali agar shuning bilan tang o'zining Uyg'ur kimligini unutib qolmagan asosda Uyg'ur kimligini, Uyg'ur masalalarini tartib chiqsa, albatta bizningki qilgan tashviqotlarimiz va bizning ilib berayotgan xizmatlarimizdan nurg'un ko'rinarli bo'ldi deb o'ylayman. Albatta buning nurg'unlagan misollari yuz beryapti. Ba'zan ikkinchi avlod, uchinchi avlod qarindoshlarimiz hatto Uyg'urchani balkim yaxshi so'zlayolmasligi mumkin, ammo lekin ular o'zining kimligini unutib qolmagan asosda shu davlatlarda o'zining ta'sir kuchi bilan bu xizmatlarni ilib berilyapti. Bu xil ahvol bu kelgusidagi davoni texnik mukammallashtirish va bizning shu ulug' g'oyamizni amalga oshirishda bu kam bo'lmaydigan bir narsa. Albatta bu shu yoshlarniki o'xshamagan jo'g'rafiya o'rin va ijtimoiy muhitni cho'ng'ilishidagi eng chong ijobiy turtki. Naide muhir bir noktada yol çıkardılar. Biz bunu müşahedeki kayıplarını ameliyatı davayımızdaki bir paylık, davayımızdaki bir kımkıllıkla da faydalansak oldu da söyleyemem. Müşahedim o bilendeki de meyli hükümetler olsun ya ki hükümet teşkilatlar olsun. Allah kavaklarımızda biz bir yerde özümüzün davası yerli kalıp kalmışız. Bu yerli kalıp Allah kavakta yerli kalıpın tümden bilişinden olmamasının belki yerli kalıpların ve yerli kalıplarındaki meslini körüş gözü arkalıp köyde vaktımızda ulanın düşünüşüge yakın aldı özümüzdeki mesleğini yoktuğu oldu. Mesela şunun özümü müşahedeki yetili vaktan yaş oğul kızlarımızdaki davaya koşulgan bizlerden cıkırak bizden işimiz ya bizden işimiz çorak iş kademlerimiz tümü yakşı kılalardan bir tarafları polisi oldu. Bunu yaktan biz bir fırsat bir vahal gör de düşünüşümüz gerek. Köpün rahmet bunu konuyu paylaştığınız için. Bahtiyar efendim, elbette siz şu Türkistan davası aramızda en uzun hizmet kalan peşkeden inkılapçılardan birisi. Siz şu Türkistan davasını diyor 10 yıldan beri her kayısı katlanmada hizmet tutuyorsunuz. Benim bilişimce Norvegiya Uygur Komiteti Norvegiya Uygur Komiteti Avrupa'daki mutlak yoksun sertifikatlara seçtiği vaxtda yaşla mutlak yoksunluğu ege'leyen bir namunlik bir teşkilat yani hakikaten ismi ve cismi layık yaşlaşkan bir teşkilat dep aytalaymiz. Bu noktadan sizinki şu yaşlarını dava kızıp duruş ve yetekleş cihette muayyen derece kazandı diyelim. Acaba bu cihet yakıldıkken tecrübe ne bu olsa şu nakdi restoranası görünmelerle cümleden bu sohbette tanışavattan başka şarkı tutalım Türkistan teşkilatına odaklasın. Rahmet. Bunun için ben misal bilen yeni sözleşmeyi yaxshi ko'raman. Misal bunun için yoğurt kirish için bir ikki tashkilotni misol edish kerak. Norvegiya Uyghur Komiteti hakikaten qayta tashkillanib qurilgandan keyin 2017-yilga yaqin nihoyat yaxshi natijalarni qo'lga keltirdi. Dunyo Uyg'ur qurultayidagi eng yaxshi tashkilot mukofotiga erishdi hakikaten. Hem bir yerdeki muvaffakiyetler
şu teşkilattaki her bir adamdaki küçü bilen buldu. Duduk 70% hayatlardan biri yaşlattı. Aynı vakitte kayıt teşkilangan vakitte. Hem bir yerde yaşlarınki dava sefer kırmızı ait tez. İxtisaslıklarınki davadaki yaş ixtisaslıklar dava ait az. Hem bularını kandak kılıp tutuş, rağbetlendiriş naiti çoğun bir iş. Anandaki yana birisi bu yaşlar bilen çoğunlarındaki münasebeti. Ben iki teşkilatını misal edip dedim. Ameliyatı yaşlar bilen çoğunlarındaki münasebeti göç bilen maydak naiti ağırlanmaydıgan bir münasebet. Lakin bir yerden bazı hata düşmüşler boğanlık için yaşlarını ayırım, peşkademlerini ayırım karaydıgan bir metni mevcutlar cemiyetinde. Mesela bu teşkilatındaki birisi Dünya Uygur Kurumu. Dünya Uygur Kurumu bir rehberle hem ise aynı vakitte yaşlı. Bunlar Türkiye'de jığılı, mesela Dolkun Aysa Efendi olsun, Erkin Ekrem, Mehmet Tokti, Ferhat Muhammed Efendi, Ömer Kanat Efendi, Abdülküm Medres Efendilerin hemisi hazır davadı var. Muşla aynı vakitte İsa Yusuf'taki Mensumun Buğra Efendilerinki peşin tutup şular bilen birle tecrübesini uygulayıp tam davanı elip verip hazır hakkında davanın rehberleri gaydı. Yani bu yerde yaşlarını ayrım, çoğunlukla peşkademlerin ayrım kararında iş yok. Bu münasebetine nölgün başlasak yaşlarga ayrım, yani birini toksik belki onu çıkıp yeniden kılımı desek ait uzun vakit gidiyor. Hızlı bir yol haritası oluş gerek. Biz atmandan düşkende haritini oturup tutsak aldığımızda, kendimizde bunu bilmeyiz. Sızıp koygan yol nereden geldiğimizi bilsek, nerede berişimizi bilmeyiz. Bir yerde bir nişanımız var, lakin o haritini oturdu payda olsa, bizge nölden başlaş kokildi, naiti tasdik oktaydı, çapa müşakkat kötü. Norvegiya Uygur Komite'nin özde hazır, burunki sabık reisin çıkısı var. Hazır reisinden. Reis tam hizmet edip veriyor. Bundan cidden çağda ben böyle taleylik yaptım. Bunun burunki iki reis, ben bilen tam hizmet kıvatsam, ben kayıt hizmetin korkumam. Bu yaşlanmışın da bir teşkilat kiriş baktı olan mı bulmamdı? Hemen bekledim bu yaş, bizdeki de yaş, ne kısa yaş vallahi var. Mesela Norvegiya Uygur Komitesi olsun, Norvegiya Uygur İslam Medeniyet Merkezi olsun, yaşlar köpsallıkını engelleydi. Bunun menden kısaslık, meyli tüm cihazı olsun, meyli başka cihatlar olsun, meyli kabiliyet cihatı olsun, hemiz menden kızarlık. Mişade üniversitet okuyan hem Mişade üniversitetini tüktergen balla. Muşundak balla bizden vaktimiz bulmamız öğretmenler ki. Aşından okşayacak balla işte biz yine hazır üç teşkilat ki Uygur Adliye Arıktan Burun Koşkan yeni çıkını kutlarsın reis biliyorum ben. Bunun bir yerde yaşlar bilen çoğunlarının yaki peşkademlerin arık peşkademler ziyet yok. Bir yerde peşkademlerin ki pişin tutup manga yaşlar muhakkak kalmaktır. Biz özümüz bazı misallarını aldığımız ki misallarını konuklaştırmasını aldı da başkalarının etraf kılıp enandın ki özümüzde etraf kılışımız gerek. Başkalarının etraf kılmakanlar mengü özümüzde etraf kılamayız. Şunun bu artışçılıkların cari kıldırış başkalarının uyumlu şekilde faydalanış gerek artışçılıkları. Bir yerde faydalanışlıktan yani işletişemez artışçılıktan faydalanış gerek. Bir yerde hem adamın artışçılıkları buldu. Bu artışçılıklar yaşar diyen ki okşaş bu artışçılıkların hem bizden baylığı mı? Yeni bir taraftan dikkat çağda bir layakat rehberinin ki kılıdığan şey özüdün mü layakatlık, özüdün mü ıktisatlık adamlarını etrafı jığış. Biz bir yerde ıktisatlıkların nerede tapınız? Özümüzdün mü akıllık yaşların nerede tapınız? Bizim etrafımız bağlı. Biz ularını canlı kılıp ekirişimiz gerek, ular fırsat verişimiz gerek. Anladın ki bir yerde bir netice şekillinde yaşlar mı nölden başlamay peşkademlerinin arkadan iniş gerek. Ya da bir nereden koşup koyalım geldi, lakin kança temizliğe münasebeti yok oluşu mümkün. Yani
Bir yerde bazı yaşlarını çok peshqadamlarga sap qo'yilgan ish bor. Buni aniq deyish kerak. Bir yerde arada xato tushunish bo'lishi mumkin, lekin ziddiyat yo'q yoshlardan peshqadamlar orasida. Xato tushunishni hal qilib bo'ldi, masalani hal qilib bo'ldi. Bir yerde saf niyat, ixlos bo'lgan taqdirda har qanday ishni hal qilib bo'ldi. Aynı vaqtda Norvegiya Uyg'ur komitetiga men Norvegiyaga kelib 20 yildan keyin o'zim iltimos qilib kelgan. Bu chog'da men Norvegiya Uyg'ur komitetida qancha odam ishlaydi, kimlar raisimiz bilan ish odamni boshqadan tanımaydi. 91 odamni tanımaydi. Shu kuni men iltimos qilib kirib shularni oldiman bir a'zo bo'laman degan. Men biz tanishgan ularni. Chunki u chog'da 7-8 shahardan 20 necha odam bor. Yani rivojlangan bir vaqtda ayni vaqtda Norvegiya Uyg'ur komiteti. Va aslında rivojlangan bir komitet kirgan, hozir texim rivojlandi. Hozirgi sharoitga nisbatan aytgan chog'da ayni vaqtdagi Japonni biz topmadik, chunki bizning oldimizda yo'lboshchilarimiz bor. Andan keyin yana bir narsa, yoshlarniki qimmat kerak, yoshlarni qaymoq qilmaslik kerak. Yoshlarning qiladigan xizmati davlat qurish emas. Davlat qurishni kuchlantirish ham u davlat qurishga asos solish yoshlarning xizmati. Masalan, shunga xabarni olgandan keyin men Norvegiyadagi parlamentni nemisini ko'rib tadqiq qildim. 1990 yildan tortib hozirgacha parlament a'zolariniki o'ttircha yosh yeshi 46 yoshga ham to'liniki. To'g'ri bu 2010 yil aslında yuqori bo'lgan chog'da bu qatlamning kuchi har yil bor. Yuqoriniki 52 yoshga. Demak, bu o'ttir hisob bilan yeshi degan gap. Demak, siyosat endi siyosat degan nima degan chog'da siyosat endi zag'irtildi desak, bilim, farosat, tajribaning jug'lanmasi bilan harakat qiladigan bir san'at desak bo'ldi, bir fan desak bo'ldi. Shundoq bir narsa. Bu yerda tajriba nihoyatda muhim o'rin turdi. Farosat muhim o'rin turdi. Bilim bo'lsa, bu siyosatni olib bora oladigan bo'lmaydi. Chunki oxirida natija qozonish uchun yoki ma'lum og'ir sinovlarda javob topish uchun, ma'lum masalalarga javob topish uchun bunga yana uzun mezgillik tajriba, savoq kerak. Shu chog'da biz umumiy bir kadar hem de bütünlüğü toğra değişik toğra kendisi mi? Her kandak neyse %100 toğra, %100 hata değişik olmaydı. Bir kadar toğra köp sallıknınki menfaatini toğduğun asasda karar çıkışının ait mühim tesir gösterir. Jigit gelse yaşlar bilen peshqadamlar göç bilen yağdak münasip var. Bunu ayrı bir ilişki bulmaydı, ayrı bir karaş bulmaydı, oturup soğukçılık ilişkin bulmaydı. Özümüzdeki ixlos bilan kirishishimiz orqali har qanday masalani hal qilib bo'ldi ham hal qilishga bizning ishonchimiz bor. Bundan keyin hozirgi shu da'voniki shu yo'nalishda taraqqiy qilsa, yoshlar bilan cho'g'larniki yoki peshqadamlarning orasida g'oyatda cho'ng, ya'ni hozirgi davomlashayotgan o'xshash cho'ng rekord xarakterda cho'ng xizmatlar bo'lishi deb qarayman. Rahmat. Çok teşekkür rahmet. Nihayetde fasahatlik, dana ve menteplik düşündürüş oldu. Şu müşkeplerini anlat. Norvegiya Uygur Cemiyeti'ninki, Norvegiya Uygur Komiteti'ninki nemişka şu bayraklar bir teşkilat boğalıkının sahibi degendek oldu. Sizler közlerinisin Norvegiya'daki şunlarınki etrafı uyuşup inaktifak icil olan şu emmelenki bayraklar boğal bir teşkilat aldı geldiği bütün yaşlarımızda tutuklarını dileyimiz ve közlerimiz. Şimdi hürmetli kerimdaşlar, elbette sorulan sizler için teyit olan sorularımız var. Ben bu sorularını soravatımdan hazır. Eğer hazırsanlar ağzım başına soru soruşanlar oldu, şunu eskert koydum. Hürmetli Petrişim Almurat, biz degandek abay yaxşı bir leksiya oldu. Bunun da şu davada yaşlar bir vakti yaşlar bir yönetmen bergen bulduk. Bu yaşlarınki nime kılışı keraklik haqida pul kirib turlar bilan onun javob topgan bulduk. Qanday qilishini qaysi xil mahoratlarni, qaysi xil qobiliyatlarni, qaysi xil iqtidorlarni yetildirish kerakligini so'zlab o'tgan bulduk. Bu yerda kallam bu narsa to'qildi-da.
Hem de bir yerde bu kabiliyetlerini aday degendek mesela Avrupa İttifakı'da parlamentoda bazı çokum şu Avrupa İttifakı'nın özü bir düşünüş gerek. Bunu bir bilim. Belediye'de parlamentoda degen bazı belediyedeki kurullarını, mekanizmlerini düşünüş gerek ve aynı zamanda bir yerde kalan faaliyetlerini kaçan, kanca vakti bozgalıkını ibaret mesela nurgun neslen bir iş doğru geldi. Buna hem de kalan bir topluluğunu hem de muşu bilimlerle kandak mı nerede görüş bulundu, nerede görüş mümkün. Mesela nerede gelelim işte. Anda ilgili muş fikrim, ben muş yollarda masam, ben muş yolda kısmet kısmen diye insanlara yol göstergen, yol hareketi vergen buldum. Yani muş bilimlerini hem de nerede görüş mümkün. Doğru dokun mektep iş gerek mi? Yani kurslar görüş gerek mi? Mesela Dünya Avrupa Klinik'e bilgence yaştan terbiye programları, ayıp muş programla mesela şu yaşlarımızdaki muş habre getirdi, işler eskatamda diyen. Ben bir katım sualınızga rahmet. Ben üzerine öğrengenli misal alsam, ben dastlabki başlagan vaqtimda yetişini bilmeydim. Yani Finlandiyadaki bazı Finlandiyalik yoki başka chet ellik deyishimda Finlandiyalik emaslarni misal demoqchi bo'ladim. Yani chet elliklar qancha do'stlarimizning yardım orqali nimalarni, qanday bilimlarni bilishim kerak ekanligining bir listini chiqardim. Yani qilmoqchi bo'lgan ishlarimningki planlarımga asasen bana qandaq bilimler kerak degandek. Mesela Turpan'dan Ürümçi'ye barmoqchi bo'lsangiz, berishning bir qancha yo'li bo'lishi mumkin. Baradigan nishonangiz aniq Ürümçi. Poyezdda borsangiz bo'ldi, hozir aeroplan stansiyasiga aeroplan borsangiz bo'ldi. Yoki boshqa qatnash vositasi mashinada, mototsiklda, hatto piyoda borsangiz bo'ldi deganga o'xshash. Qilmoqchi bo'lgan ishni ashunga o'xshash hal qilish choralari bo'ldi ekan, sizga mas'ul bo'lgandan keyin. Masalan, ota-onamning masalasini medialarga tunishtirmoqchi bo'lgan vaqtimda media bilan qanday aloqa qilish san'atini buni o'rgangan bo'ldim. Bundan keyin lobbichilik faoliyatini boshlagan vaqtimda oldi bilan Finlandiyaningki qanday o'rgangan bo'ldim. Ya'ni o'zimning ehtiyojiga asosan bo'ldi. Bu yerda savoldan chatdagandek tuyg'ib kelish mumkin qarindoshlarga. Amaliyotda bunday emas, chunki qarindoshlar balkim hammasi beritaga borib ish qilishi noto'g'ri. Balkim hammasi Avrupa İttifakı'ya kelib ish qilish noto'g'ri. Balkim Germaniyada qilish mumkin, balkim Turkiyada qilish mumkin, balkim boshqa davlatlarda, hatto NATOga borib qilish mumkin, hatto boshqa yerlarda qilishi mumkin. Shunday bo'lgan ekan, mayli nima ish qilaylik, ashunga oid bilimlarni o'rganishimiz kerak. Masalan, Dunyo Uyg'ur qurultayinikin g'ayratdan misolga o'tganga o'xshash. Buningki o'rgatilgan programmalari, proyektlarning qanday ishlanligini men ancha bilmayman. Shunga bu vaqtda pek javob beramayman, ammo Dunyo Uyg'ur qurultayi boshliq shunga o'xshash cho'ng tashkilotlarning shunga o'xshash programmalarni tushunishini bir shaxs bilan tashabbus qilaman va qarindoshlarning undan foydalanishini tashviq qilaman albatta. Masalan, demokratiya va tarbiyalash kursidan birida qatnashgan, bunda demokratiyaning nima ekanligi deganga o'xshash amaliy bo'lgan nazariy bilimlarni bergan bo'ldi. Oldingi navbat Brussel'da o'rinlashtirgan faoliyatida media tarbiyalash faoliyati bo'ldi. Men o'zim Angliyaning bir tashkilotininki media tarbiyalash kursida tarbiyalangan. Undan keyin lobchilikni boshqa Avrupa İttifakı'nınki o'rinlashtirishlik boshqa kurs tarbiyalangan bo'ldim. Va Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki munosabatlik bir tashkilotninki Jenevadagi shu yerda tarbiyalangan bo'ldim. Undan keyin Finlandiyaning bo'lsin, boshqa yerlarning shunga o'xshaganda kurslarga kirib qatnashgan bo'ldim. Ashulalar o'rgangan asosida o'zim boshqa qarindoshlar bilan birlashib ikki qaror rasmiy, bir qaror berasmiy shunga o'xshash tarbiyalash kursini o'rinlashtirgan bo'ldim. Birisi Brussel universitetida o'rinlashtirildi. Yana bir qatimliqi nimada Berlindagi Geografiya universitetida o'rinlashtirildi. G'oniya efendi bilan Vanessa xonim bilan o'rinlashtirdi, ayrim ishlarni. Shunga o'xshash shu joylarda birisida Yevropa Ittifoqida qanday lobbichilik faoliyatini qiladiganligiga oid bilimlar o'rgatildi. Uning mexanizmlarini o'rgangan bo'ldik. Yana bir qatimligida bo'lsa Germaniyaningki va Germaniya Xitoy munosabati va Yevropa Xitoy munosabati va uning bizning qanday ishlarni qila oladiganligimiz oid mexanizmlarni o'rgangan bo'ldik shu vaqtlarda. Demak, bizningki o'rganmoqchi bo'lsak, nima qilmoqchi bo'lganligimiz asosan o'rgangan mazmunimiz bo'ldi. Masalan, boya deganga o'xshash mavjud byurokrat sistemlarda
yani mevcut teşkilatlarda Dünya Uyghur Kurultayı'nın özüçüyagan büyükratlara ihtiyaç olan teşkilatlarda hizmet bilişini oylaydigan qarindaşlar olsa, Dünya Uyghur Kurultayı'nın hizmet programları hazır funksiyası okşamaydigan mekanizmlerini biliş bilen bir vaqtda yani Dünya Uyghur Kurultayı'nınki asas vazifelerinden birisi olan Avrupa İttifakı'da ve Birleşken Devletler'de ve başka yerlerde lobicilik faaliyetlerini öperiş için şu lobicilik faaliyetlerini öperiş kireçlik olan siyasi, diplomatik bilimlerini ve hükümet ilmiğe ait bilimlerini bilişini doğru kıldı. Ve halkara kanun münasebet narsalarını öğrenişi doğru kıldı. Yani siz eğer büyükrat olmak olsanız fakat özlüğünüzü öğrenseniz bu yetki işin atayın. Çoxum texmi yuqori bo'lgan kasbiy bilimlarni ehtiyoj va shunlashqa bizning ishqadamlarimizning hozirgacha dakkivatdan gaplari kasblashtirishda ixtisos egalariga ehtiyojimiz bor. Biz yetarli ixtisos egalari oz deyishlik sabablardan birisi bu bizningki ota-ona bo'lgan qarindoshlarninki yoki bo'lmay qolsa kelgusida universitetga kirib nimkaslarda o'qisam bular o'zlarini millat uchun bir yaxshilar qilsam bo'ladi deydigan o'y xayollar qilayotgan qarindoshlar o'zini shunga tayyorlashli bo'ladi. Demek ihtiyaç asasen alırgan terbiye öğrendiğin dersi okşamaydı. Mesela Bahtiyar Efendimler'e Norveç'de faaliyetini rivajlandırmak olsa özlerinin teşkilatlarındaki hükümet kurulmasını ve Norveç'in hükümet kurulmasını ve Norveç'deki civil society NGO'larınki işleş mekanizmi ve münasebet NGO'lara ait praktik kurslarını ulaştırıldı. Eğer şundan fırsatlar bulursa elbette mamma verip katılışını arzu edilen. Çünkü Şimali Avrupa'nınki bunun okşaş birbirisi gibi hükümet kurulması asasiyatında hoş kaldı. Gerçi Norveç'in padişahı var, bizden padişahımız yok olsun. Kalan cihatlardan. Demek ögünlerin ihtiyacı asasen okşamaydı. Edebiyat okutla eminasını birlikte olmaydı. Fizik okutla eminasını birlikte olmaydı. Ama birisini okutla emini birlikte diyelim olmaydı. Şu an topluma öğreniş gerek. Gidin şu. Köpten köp rahmat. Hakikaten bek nevizlik yaxshi bir ko'rsatma bo'ldi hakikaten. Degandagidek o'zimiz tutmoqchilig'a ishimizdan avval o'zimiz aydınlaştırsak, shundan qarab ketarlik bilimlar, o'rganadigan ko'p fursatlar bor ekan. Mayli Uyg'ur tashkilotlarininki o'zidan yapib bergan imkonlar bo'lsin, yoki bo'lmasa Yevropadagi jumladan g'arb dunyosidagi shu demokratik qurilishlarniki demokratiyani kuchaytirish maqsadida yaratgan turli imkonlardan foydalanib imkonlar bo'ldi ekan. Köpten köp rahmat bu noktadan göstergelikiniz için. Ben özümüzdeki suallarını soruştum burun. O görünmelerimizdeki bir suallarını soraydık. Ben de bir sual yaptım. Mesela Abdüreşit Emin Ağacı isimli bir görünme arkadaşımız. Ben de sualını sorattı. Bu sual Yaşar bilen Bahtiyar Efendi'den gelken. Esselamu Aleyküm. Kandak ahvalullah. Ben Abdüreşit Türkiye'den sualım yakın yıllarda Mısır ve Türkiye'nin Avrupa'ya ketken yaşlarını teşkilleş ve ulanınki davaga hizmet kılışıga yol gösteriş için nimeler kılındı? Bu yaşlarınki okuş ve özünü terbiyeleş özünü terakki kıldırış için bu yardımlar bulunmatandı. Yaşar cevap versin bunlara. Ben başlayıp vereyim. Hem de şahsen Bilgiye'ni misal alsak, Bilgiye'de ötken yılı benim bilişimce 150'lik etrafında şu Türkiye'den avama şiyelerden kelgen kıyırındaşlık geldiğim bana çizma beyni cemi. Çünkü Bilgiye'ninki eslala Uygur nüfusununki kurulması başta devletlerden azırak farklı buludu. Çünkü bir yerde Uygur nüfusunun 90%'ni yıllar burun, 20-30 yıl burun kelgen Oturasyalı kıyırındaşlarımızın asas terkip yapkan cemaatten. Şundan bu kadar ekvalası da bu kıyırındaşlarınki kilişi elbette bir yerde cemaatinki bazen acizlik taraflarını toluklaşka naiti çoğun türlük rol oynadı. Mesela en adisi hem de o İslam dünyalarından kelgen Uygur kıyırındaşlarınki özü erişken şu İslami bilimlerine asasen kaynıp cemaatin işçideki nurgun biz ihtiyaçta koygan İslami hareket, faaliyet neslerge bizge naiti yakın yerden bulup, türlük bulup menenç bilgi edilemez. Germaniya'da mı, başka yerlerde mi
şu yerdeki bu garip devletlerdeki Uygur cemaatlerine bu çoğun bir yardım ve Türk bir paytlı tarafları oldu dep oylayman. Anandaki işkenziden bu kerindaşlar okuş olsun, yardım veriş olsun hem de bu kerindaşlarınki bilgiyedeki cemiyetke sınıf kirişige biz elbette kolumuzdan kelişçe onunla toxtma yardım kılıvatımız. Her kaysi cihetlerden bolsun, kolaylık edip verivatımız. Hatta özünün dastlapta şu kelgen özünü tapşırgan vaqtlardan başlap ta keyingi özü cemiyetke çıkkan vaqtdan başlap bu kerindaşlarınki aldıdır. Misir kelgen kerindaşlarının aldıdır bu kitapta hizmetler düşüp olan kerindaşlarımız var. Şununla bu özümüzün cemaatlaştırdık bu kerindaşlar bo'lgan ko'ngil bo'lish, ya bo'lmasa bularga yordam berish, hargizmi bu kerindaşlarninki yaqinqi zamonda kelib, ya bo'lmasa mayli nereden kelgan bo'lsin, mishay kelib sing'ishi, o'zlashishi va mishaydagi bilgiyadagi ijtimoiy turmushni eng tez suratda mush jamiyatga singib kirishiga birga Uyg'ur jamiyati va bilgiyadagi Uyg'ur jamoati bu kerindaşlar cho'nqur yordam beryapti. Albatta bularning orasida bir turkum kichik bo'lgan Uyghur qarindoshlarni maktablar kirgizib, oliy maktab hatto undan yuqori o'qish fursatlariga erishtirishga biz tirishyapmiz ham barcha qo'limizdan kelganlarni qilyapmiz. Rahmat. Bakir efendim. Yaqinda bir necha yillar ichida islom davlatlaridan Norvegiya kelgan qarindoshlar yo'q. Çünkü Norvegiya Yevropanınki en şimalıga joylashgan Şimal kutbu devleti, Skandinaviya devleti bo'lganligi uchun Norvegiya kelishni aytib taklif qilgan. Yevropanınki Norvegiya kelayotgan Uyg'urlarning o'zining ayti oz va sanoqli. Men Norvegiya Uyg'ur islom madaniyat maktabining xizmatini tanqiyotganligim uchun bunda bir diniy sahada bilim oshirgan yoki shu sahadagi kishining Norvegiyaga kelganidan xabar topmadim. Agar ular kelgan taqdirda qanday bo'ladi degan joyda Norvegiyaningki o'zining 2 yillik oldin tarbiyalash mexanizmi bor. Bular to'liq iqtisod bilan 2 yil tarbiyalandi, ya'ni yerlikning til, shundaqla ijtimoiy munosabatlar, shundaqla nima bor, bir necha xil kasblar nimada Uyg'urchasini topolmay qoldim. İctimai tarbiyalash bor. Shu tarbiyalashlarni o'tgandan keyin, ya'ni jamiyat darsi deymiz, buni Uyg'urcha desak, shu jamiyat darsida o'tgandan keyin bularni yoki davomli o'zining yeshiga qarab xizmatga o'rlashtirish yoki maktabga o'rlashtirish yoki o'zining qiziqishi bo'yicha tarbiyalash ilib berildi. Ham bu yerda Norvegiya Uyg'ur jamiyatining yeni kelgan siyosatxonalik tilchilarga qildigan yordami, agar bir to'solg'uga yoki shu nimada shu siyosatxonalik jihatda qiyinchilikqa yo'liqqan bo'lsa, biz yordam qilamiz. Agar yo'liqmagan bo'lsa, bizning hech qanday yordamimizga ehtiyoj tushmaydi. Faqat jamiyat ijtimoiy munosabat jihatda biz umumiy faoliyatlarga chaqirib, tang urug' tuqqanda kutish bizning majburiyatimiz. Qaragan chog'da Norvegiyada undaq bir odamniki kelganidan bizning xabarimiz yo'q. Agar qiyinchilik uchragan bo'lsa, bizni cho'qim izlaydi. Qaraganda ekanmiz. Köp rahmet. Kardeşimiz Abdurreşit muvaffak cevabını aldı da söyleyeyim. Hürmetli kardeşler, bizimki köp rahmet. Hakikaten naim çık sorularını sorak gitmezsen okup yetişki olmaya bu adına. Sizlerinki muşunda kızgın iştirak alımına hakikaten bizge gurur vurdu. Biz hakikaten ilhamlandırdı. Köp rahmet. Soğan sorularına. Elbette sorulardan başka yana nurgulduğun şu bizlerge faaliyetine yaxşı olganlığı bildirdiğin onundan başka bizlerge ve cümleden bütün Şarkı Türkistan Uygur yaşlarına ittifaklışı ve davaga birlikte güç koşuşuna çakırıp kılgan şu şuarlarını evet köp rahmet kardeşler. Ama şu vakit münasebeten ben şunun iki sonundan alayım. Bunun içindeki birisi Türkiye'den Hamdullah diyen kardeşimiz, yani birisi Gollandiya'dan Tosun diyen kardeşimizken bu sonunki hemisi yani iki sualını aldım mı? Şimdi okuduk karşınızda Bekir hareket diyen sualın içinden aldım. Bu sualın içkilisi şu
növbətdə leksiya sözləyən küçük qardaşımızınki həmmisiga qatılğanken, şunun üçün əmələ öz amanətki qısqısı göz qarşılığına bayağı versanlar. Bunun için birinci sual. Bizde şundakla yaşladığımı başkalarının turuqı, micazi, gep sözü, iş hareketi, göz karışı, dediği yapması da hemen işini nöldün başlaş kayıtı. Eğer hatta bu heves derecesine yetken işgadanlarını gözge almasıyla hizmetlerini, köşklerini bir tayaklarla yok çıkarıyoruz. Katarlık ne zamanı ne Uygur milli enanesiga uygun kıldıgan hayışlar ağızda yaşlar arasında moda bulmakta hukukunu ötküzüp duruş diyeydik anda munda degen çukallar az emez. Efendiki bir teşkilatınki bir partinin hukukunu eriş için bir teşkilatta a'za buluş gerek veya da staj qilish kerak. Normal bir şirketningmi, yangi şirketningmi, yangi o'qish tutgan birisi kiriblar CEO yani baş direktör bo'lgan deyilmaydi. Ularninki uzun yıllar ishlab natija yaratgandan keyin o'laydigan gap bu yerda kasban yoshlar bilan bir avlod inqilobchilar bilan peshqadam bir inqilobchilar orasida sun'iy hang yaratish va'da ko'rindi. Sizlerce yani anlamadım demek. Sizlerce yaşlar yani yaş siyasetçiler bilen peshqadam siyasetçiler arasındaki bu sun'iy hangni qanday qilib kichiklik bo'ldi yoki faqatla yo'ch hosil qilish fursati bermagil bo'ldi. Bu birinchi savol ekan, Hamdullah kendisimiz yerda. Aniken Gollandiyadan Tursun isimli kendisimiz növbette yaşlarındaki özara hemkarlıkına qanday aşığı oldu deb savol so'rab ben ona. Bu ikki savoldan degan faoliyatimizda kisiga taalluqlisini aqlatsak yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Xo'sh, Emollar. Yaşar senden başlaydı. Yeniden başlandı. Sonra koşak cevap versen buldu, ayrı cevap versen buldu. Buldu. Başta sorulan sualına aitti yaxşı sual. Hem de biz duş kılıvatkan, körüvatkan, hem yes kılıvatkan suallarının birisi. Hem de gapni uç ketgan vaqtda biz yoshlar xuddi abay deganga o'xshash milliy manfaatni hamma narsani oldi qo'yish bu bizning mas'uliyatimiz. Mushu yoshlarga qo'yilgan birinchi talab deb o'ylayman. Agar siz va mushu da'vo degan qanday bir odam milliy manfaatni eng oldi qo'ya olgan aytfalasida menimcha keyingi yuz bergan ishlarniki hech qaysi yuz bermaydi. Albatta odam degan mukammal bo'lmaydi. Ba'zan yosh qarindoshlarimiz balkim o'zininki o'qish darajasi bo'lsin yo bo'lmasa tecrübesi olsun ya vakası her qanday jihatlarda o'zini bir mukammal ma'lum bir darajaga chiqqanligini his qilib, anandan keyin ma'lum bizningki da'voni oldin sepib turayotgan peshqadamlarimizningki o'tkazgan xatoligi va yuz bergan ma'lum bir qisman yerlarini tutib olib, anandan keyin bu xizmatni bu da'vatga shu bir turkum nurg'ula odamlarni yo'q qilib, anandan keyin bu mendan boshqasi bekor degan bu xil hissiyotlarni haqiqatan yoshlarni orasida tug'ilyapti. Endi bu yerda mening deydiganim albatta yoshlarniki bunda tuyg'usi bo'lishi yo vakaza o'xshamagan tarbiya muhitda jo'grafiyalik muhitlar bunda aytganlarning bo'lishi balkim normal, ammo lekin agar bizning qilayotganimiz millatimizning vatanimizning da'vosi bo'lsa biz qo'limizni noldan nerdan boshlaymiz? Shu yerdan bir obdan kelgan bizga shunday tarixiy tajribalar shunchalik xuddi abay baxtiyorkam deganga o'xshash bu siyaset degan adam, siyasetçi degan bu ma'lum bir maktabda, oliy maktabda siyaset yapımız xalqaro munosabat o'qitib derslar, bu taqlab chiqdi bir davlatning prezidenti bo'lolmaydi. Ya bo'lmasa bir odam oliy maktabni oyoqdan kutiriblar, so'ragan savol o'xshash bir shirkatniki direktor bo'lolmaydi. Albatta bu da'voning beshida menayotgan odamlar shu vaqtning daryosida nurg'unlagan qiyinchiliklardan, nurg'unlagan sinoqlardan o'tgan tajribalari bilan endi shu sinoqlardan o'tkicha ta hozirgacha kelalidi bu odamlar. Endi bizmi o'xshash mayli qanchalik talatiga so'p ketayli, mayli yilga necha million dollar maash olayli, bizmi o'xshash mushunga o'xshash sinoqlarni beshimiz kechirgan vaqtda anandan keyin bu da'voga bo'lgan, bu yo'lga bo'lgan, millatimizga bo'lgan, vatanimizga bo'lgan bu tajriba saboqlar bilan sadoqatmanlik bilan milliy g'urur hamma narsa isbotlandi. Anandan keyin shu da'voni sog' salomat emitmay, temitmay, yo'qitib qo'ymay oldimizga kelgan shu odamlar bizga ishini qo'limizga topshirdi.
Onundan agar bunda bo'lmagan ahvolasida agar men shu davoni sizga bergan bir peshqadam bo'lishim bo'lsa, men sizga nemishqa ishinaman degan bir savol tug'dirdi. Bu xizmat bilan ko'riladigan narsa emas, yo boshqa narsa emas. Shu milliy manfaatga bo'lgan sadoqatmanlik va milliy prinsip masalalariga bo'lgan o'zining prinsipchanligini yo'qotmagan ahvolasida andan keyin biz yoshlar, andan keyin cho'nglarning oldida andan keyin xizmatlarimiz va boshqa narsa ilib bora olamiz. Xuddi birga masalan albatta yoshlarga nurg'un peshqadamlarimiz va nurg'un isil peshqadamlarimiz bizga so'rovlarni beryotidi, tayyorlab beryotidi. Abay Bakterkam ag'a misolga o'xshash, Belgiyadami o'xshash misol. Bizning Belgiyada balkim Yevropada nurg'unlar bilasizlar, kichikdan boshlab vatanparvar shu millatning davosini qilib ketgan bizning sobiq raisimiz Abdullam Imrov apandi Belgiyaning jamoatni shunchalik yaxshi tutib shu boshqaruv shu mishadagi Belgiyadagi barliq siyosiy da'vo ijtimoiy xizmatlarni shunday yaxshi ep kelib, andan keyin mishada andan keyin bir yoshlarga ishnayli, yoshlarga berayli degan asosda bu raislikni anaxir demokratik saylan bilan mening qo'limga keldi. Bizning idora hayitimizning ichida men eng kichiklardan birisi. Mayli bizning moliya mas'ulimiz bo'lsin, tashqi ishlar mas'ulimiz bo'lsin, yoki maslahatchi bo'lsin, hammasi mendan cho'ng, ammo lekin hozir cho'nglarda keng ko'lamda mushta yoshlarning xizmatini hurmatlash va ular bilan birlikda o'zining qimmatli tajriba savoqlarini berishlik mushundaq masalalar, mushundaq ahvollar ko'rinyapti ham bo'lyapti. Shuning uchun barliq vatan millat uchun ish qilaman, bo'libmi siyosiy jihatdan ish qilaman degan yosh Uyg'ur qarindoshlarningki bu sahni yo'q, cho'nglar huquqni bermaydigan, cho'nglar ishni qilmaydigan degan narsa hozir mavjud emas. Agar iqtidoringiz bo'lsa, agar shu jihatni mushtan qila oladigan ishingiz bo'lsa, har yerda, har sahni uchuq bu dunyoning har qanday yerlarida bu ko'rinyapti. Ham misollar nurg'ulg'an ko'pmaydi. Turkiyada deydi, Yevropada deydi, Amerikada deydi, har yerlarda cho'nglar sahnini yoshlarga beryapti. Ammo lekin siz shu iqtidoringizni sinagan, sadoqatingizni sinagan, tajribangizni sinagan shu o'tganlardan o'ngishli o'tib shu cho'nglarning ishonchi bilan bu da'vo sadoqat ma'nolasiniz, albatta bu siz opirin va vatanning haqiqiy durust varislarining birisi bo'lsiz deb o'ylayman. Mening his qilganlarim va shaxsiy fikrlarim. Endi yana birisi kelsa, qanday qancha oshirg'uli degan vaqtda Abay nurg'un dedik, hukumat darajadan bo'lsin, yo bo'lmasa dunyo Uyg'ur qurultiyi har yili o'xshamagan kurslarni o'tkazyapti. Mana bu biz yosh siyosiy faoliyatchilarimiz bo'lsin, yo bo'lmasa yosh aktivistlarni bir-birisi bilan ko'rishib, fikr almashtirib, fikr birligini hosil qiladigan shunday yaxshi fursatlar va nurg'un shunday fursatlar oldimizga kelyapti. Shuning uchun qarindoshlarningki bu xil masalalarni hal qilishda usullarini aytib deb o'ylayman. Ammo lekin mening tavsiya qilganim shu faoliyatlarga, bu ijtimoiy faoliyatga, umum faoliyatlar chiqarib qatnashish, hamda shunga o'xshash yoshlar aro o'zaro shunday konferensiyalarni chiqarib o'tkazish, menimcha yoshlarning orasidagi bu xil hamkorlikni texnik kuchlantirgili bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat. Ko'p rahmat, Yashar efendi. Almurat efendi, siz hamda partiya guruh sizga qo'shish mumkin, lekin siz shu masalalarni yon tarafdan sirtdan turib kuzatish bo'lishingizga sizdan ko'p qo'shib qo'ygan tarafim. Rahmat bu fursatga oldidan. Menimcha bo'lsa bu yerdagi masala birinchisi shu aloqa masalasi deb o'ylayman. Cho'nglar bilan, ya'ni peshqadamlar bilan yoshlarning o'rtasidagi uchur aloqada balkim masala bo'lishi mumkin. Masala deganimizda buni o'xshash usullarning kamchilik bo'lishi, ya'ni yoshlarningki, shunga o'xshash o'xshamaydigan fikr qarashlarga ega yoshlarningki bizning peshqadamlarimiz bilan uchrashib, ular bilan fikr almashtirish jihatda masala ko'rilgan bo'lishi yoki bo'lmay qolsa fikr almash fursat bo'lmagan bo'lishi mumkin. Ya'ni birisi o'xshash tilda gap qilolmagan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Yana o'xshash tilda gap qilolmaganlik deyishimdagi sabab Uyg'urchada gap qilamiz albatta. Ammo masalalarga bo'lgan qarash yoki rangli ko'zoynakning taqilishi bir tarafda yoki ikki tarafda bo'lsin, bir-birisiga bo'lgan tushuncha, o'xshamaydigan qarashlarga bo'lgan samimiyatni ojizlashtirgan bo'lishi mumkin. Anki masalan Dunyo Uyg'ur qurultayini misol olaylik bu yerda. Dunyo Uyg'ur qurultayiga kelingan nurg'un tanqidlar, ular amaliyotda menimcha
qanday qilgan chog'da tanqid deganga bir ta'bir bersam o'zimning tushunchasi bo'yicha nima tanqid bo'ldi desangiz, masalan siz bir masalani bayqaysiz, o masalani bayqagandan keyin uning kelib chiqishininki sabablarini va yiltizini analiz qilasiz va uningki qanday yechilish choralarini tartib bo'yicha, kategoriyasi bo'yicha yoki bo'lmasa turlari bo'yicha o'ttirib qo'ygandan keyin masalan bundaq bir masala ko'rildi deylik, namoyish to'g'riliq. Namoyish o'rlashtirildi, ammo u namoyish to'g'ri kunga o'rlashtirilmadi deb qarasangiz, nima uchun to'g'ri kunga o'rlashtirilmadi? Buni nuqtasiz. Nima ishqa odamlar uni jalb qilinmadi? Nima ishqa media uni kelmadi? Nima ishqa siyosatchilar u yerga chiqib Uyg'urlarga chavoq chelib, voy hukumatlar biz masalalarni hal qilib beraylik deb tavaf qilmadi Uyg'urlarga deganga o'xshash masalalarni o'ttirib qo'ygan bo'lsak, qanday bundan kelib chiqish yiltizini bunun kelib chiqish yiltizi Dünya Uyghur Qurultayı o'rlashtirgan namoyish sababidanmi yoki maqasi hozirgi dunyo vaziyati sababidanmi yoki maqasi rayon rehberlik siyosat stratejiyasi sababidanmi yoki maqasi Xitoy bilan ma'lum davlatlarning o'rtasidagi diplomatiyalik munosabatlar sababidanmi yoki maqasi vaqt sababidanmi anki u namoyishni o'rinlashtirishdagi eng asosiy maqsad nima edi? Maqsad yetildimi yetilmadimi degan jihatlarda insonlarda o'xshamaydigan fikrlar, tushunchisizliklar tug'ilgan bo'lsa, ashuningda bo'lgan tanqidni siz boshdan oyoq oxirigacha investigativ razvedchik o'xshash ko'rib buni turlarga turg'izib chiroyli bir shaklda o'zingizning shaxsiy his tuyg'ularini yoki boshqalar bo'lgan shaxsiy his tuyg'ularingizni aralashtirmagan asosda o'tirib qo'ysangiz mencha o'z tanqid deb o'ylayman. Faqat masalaning o'zini ko'rsatib berish, uningki chorasini o'zing topgan, men shunday qo'yildim deyish, xuddi ko'chib kelib qolgan bir odam to'p ekan, demak to'pirib qoldi deganga o'xshash bir ish deb o'ylayman. Shuningki, demak to'pirib qolganligini siz bilsangiz, siz doktor bo'lsangiz, davolay olsangiz, u chog'da yordam qilsangiz bo'ldi, yoki iqtisodingiz bo'lsa, doktor bo'lganiga doktor ko'rinishga yordam qilsangiz bo'ldi. Bu yerda Dünya Uyg'ur Qurultayining ahligini emas, real bir masala. Yana bir jihatdan aytgan chog'da mayli Dünya Uyg'ur Qurultayi olsun, ma'rifat jamiyati bo'lsin, ba'zi qilayotgan ishlarni xalqning tushunmasligi, birisi xalqnikilar sababli emas, balki Dünya Uyg'ur Qurultayining o'zini tushuntirmasligidagi sabablardan birisi deb o'ylayman. İlgili Dünya Uyg'ur Qurultayini tushunadigan kanallar asosan boshqalardan anglagan gap so'zlar va Dünya Uyg'ur Qurultayininki to'rbatidagi aztur mazmunlardan tushunatdik. Hozir Dünya Uyg'ur Qurultayininki to'g'ri televiziyasi bor, Dünya Uyg'ur Qurultayininki to'rbati bor. Shulardan ko'rib nima masalalar bor ekanligi yoki qanday faoliyatlarni olib kelyotganligini bevosita ko'rib tura olamiz. Agar samimiyat bo'lsa, shu samimiyat orqali bayraganga o'xshash haqiqiy tanqidni o'tirib qo'yish kerak. Agar hech qanday bir tashkilot mukammal emas, mukammallik Alloh xalqas. Shundoq ekan, albatta masalalarni ko'rgazgandan keyin Dünya Uyg'ur Qurultayi bo'lsin yoki boshqa tashkilotlar bo'lsin mukammal ish qilayotganmiz. Bu yerda yoshlar ishbilarlar orasidagi masala emas, menimcha bo'lsa, jiqsi muomala masalasi, jiqsi kommunikasyon masalasi. Endi yoshlarning orasidagi ishlarni qanday kuchlantiramiz, birlikni qanday kuchlantiramiz degan vaqtda qaysi yoshlarning qaysi ishlardagi ittifoqligini qanday kuchlantiramiz degan bir savol bo'lsa bu yerda bu chog'da taxmin inchkilik hisoblandi deb o'ylayman. Masalan, diniy sohadagi yosh qarindoshlar bo'lsa, diniy sohadagi ta'lim tarbiya yoki mayqasa diniy sohadagi qarindoshlarning diniy bilimlarini kuchlantirishga oid bilim turlar bo'yicha hamkorlikni kuchlantiradigan ish bo'lsa, u ayrim uning o'xshash funksiyadagi boshqa tashkilotlar buni qilsa bo'ladi. Agar lobbichilik faoliyatlarini misol olsak, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi yoki tashkilotlar orasidagi ichki diplomatiya masalalari bo'lsa, buni hal qilishga oid masalalarda kelgusidagi ixtisos egalarini yetildirmoqchi bo'lsa, bu chog'da Dünya Uyg'ur Qurultayiga o'xshash tashkilotlarning o'rlashtirgan faoliyatlari orqali bu shu turdagi qarindoshlarni, ya'ni yosh qarindoshlarning o'zaro tushunishi ilgili surgun bo'ladi va peshqadamlar bilan yoshlarning o'rtasida tushuncha hosil qilindi va kelgusidagi izbosarlarni shu yerdan tunug'ul bo'lib deb o'ylayman. Masalan, to'g'ri sizning qilayotgan ishingizni amadamning bilib ketishini atayin. Shunga birisi o'zingizni tunishtirish bilan birga yana birisi boshqalarni tunishga fursat bersangiz, bu chog'da albatta oralikda bir kommunikatsiya bo'ldi. Kommunikatsiya ya'ni aloqa bo'lgandan keyin o'zaro tushunchani va masalalarni hal qilib bo'ldi.
deb o'ylayman. Mening bir partiyasiz tashkilotsiz bir zot bo'lish bilan zotdan qo'yay, bir odam bo'lish bilan qarashim shunchalik deb o'ylayman. Agar bu yerda ko'ngilga tegadigan gap so'zlarni qilib qo'ygan bo'lsam, yomon niyatda demadim, og'zim tegib ketgan bo'lishi mumkin, shuni oldin aytib so'rayman. Arkadan so'rab qo'ydim. Arkadan Gerçekten naiti fasahatlik çonkur ve ilmi bir analiz oldu. Hayır. Müslüman sorgan kendisiniz to'liq javobini oldi deb o'ylayman. Ko'pdan ko'p rahmat. Biz uchun bu haqda bu masalalarni to'g'ri to'liq biz va masalan mushtaq o'ylab qolgan qarindoshlarimizniki bu masalani cho'nqur va atrofli tushunishi va uningki bu masalaniki bularni yoshlar o'rtasidagi ittifoqlik, inoqlik bu aloqaniki texnik bularni imkoniyatini cho'nqurlashish yo'li haqida bir qalbida ideyalar paydo bo'ldi. Ko'pdan ko'p rahmat. Ve en ahırda Bahtiyar Efendi sizin şu noktalarını bir yığıncaklap bizde bir Müslümanlara cevap vergeç, bir klaslar vergen olsunuz. Hani kendi bizge Allah karşısını desek. Rahmet, bu suallardan ayrım cevapları. Birincisi tüni ziddiyatına kanda kabul buldu derine kıskattı. Bu tüni ziddiyat degen çağda ben emniyet adayı degende köş bilen mayda bir münasebet var diyelde. Bir-birinden vazgeçmeyen, vazgeçkili bulmayan hem toluklayıp var. Lekin hakikaten bir-birisiga yani bir-birisiga sep koyduğun yoki o'ziga chiqarib qo'yib shu otsin tatib bu yerda nurg'un iqtisod, zehn va odam kuchini isrof qilayotgan ahvollar oldimizda bo'ldi. Biz shu ishlarga shohid bo'ldik. Undan bir qism narsalarni o'rgangan bo'ldik, lekin bu ishlar butunlay yo'qligini yo'q. En mühim narsa xizmat qilayotganlar qatqashdi gaplarga, shundaqla o'zi bekitmagan narsalarga ishonmaslik kerak. Isbotlanmagan narsalarga, ya'ni tor bozoridagi qatqashdi gaplarni haqida tushunmaslik kerak. Yoki bu tor bozoridagi qatqashdi gaplarning bozorini chiqarmaslik kerak. Ham bunday narsalarni taqatmaslik kerak. Bu yerdeki ziddiyatlarning hammasi şu WhatsApp yoki sosyal medyadagi bunday chiqqan chog'da shu kitoblardan taqalgan narsalar hamma odamlar ko'p o'xshash shu narsalar odamlarnida bulg'unish keltirib chiqaryapti. Bu yerda nurg'un mantiqsizliklar bor. Yani logikaga tushmaydigan mantiqsiz narsalar bor, lekin anglashga to'g'ridek. Bunday narsalarni qanday hal qilib degan chog'da maxsus şu sahada bir necha qitim mutaxassislarimiz hisoblarni bersa yoki shu sahada ko'plab xarakter qilgan shundoq to'g'ri yoki bevositalik uchrashadigan faoliyatlarni elib qolsak maxsus shuni o'qib yoshlarniki yoshlardan cho'g'larni uchrashishi texnik ko'paysa tushunishligidan deb qarayman. Chunki bu sun'iy bo'lgan narsa ammo bu narsalar o'tib ketdi, lekin bu o'tib ketib tajribani hosil qilib qo'ygan nurg'un vaqtimiz, zehnimiz zoye bo'ldi. Shuning uchun bu narsaga amal bor. Biz zehnimizni bilsak, ular bizning zehnimizni qo'llayolmaydi. Shuning zehnimizni bilmaslik kerak. O'zimizning qilayotgan ishni davomli shug'ullanishimiz kerak. Ikkinchisi yoshlarning orasida hamkorlik. Hamma narsa bir qoida bo'ldi, bir qonuniyat bo'ldi. Hamkorlik qanday bo'ldi degan chog'da men olimlardan deganda uniki bir qism qaysi hamkorlikni, qaysi shaklda hamkorlikni qanday qilish bir gap. Lekin hammani yig'inchoqlab kelgan chog'da qanday qilishimiz kerak endi. Yig'inchoqlab ketgan chog'da tarixni qayirib qo'yib o'xshashlikni qanday qilgan chog'da o'xshashlikdan hamkorlashish yoki o'xshashlikni tepib şu o'xshashlikni rivojlantirish hamkorlikka keltirib chiqaradi. Yana bir sharoitni hozirlash kerak. O'zaro sharoit hozirlash kerak, o'zaro tushunish hosil qilish kerak. Masalan, ikki yoshning orasidagi munosabat bo'lsin, tushunish bo'lsin yoki ikki yoshlar tashkilotining ikki guruhining orasidagi ikki davlatdagi yoshlarning tushunishlari bo'lsin. Bu xildagi faoliyatlar elib berilyapti. Buni Turkiyada zo'r ko'lamda to'xtamay elib berilyapti yoshlar faoliyatlari. Muşlardan özümüz hata qilib
xatodan tajriba savat egallamay, manganlarninkide, yaqib bo'lganlarninkidan tajriba savatini egallasak, yo'limiz qisqaraydi. Sharoit hazırlap berse, şaroitdan obdan foydalansak, yana nurg'un faoliyatlar deyilgan yerde ve sözlengen söz şu seminarning o'zida qoladi. Buni o'zimizga tatbiqlash yo'q. Buni altola her qism maktabni o'zimizga tatbiqlasak, yana bizning qiladigan ishimiz mayli tashkilotchilar, mayli boshqa sohada bo'lsin, bor narsani azdan mukammallashtirish bu bizning qiladigan ishimiz. Bunun mükemmelleştiriş olsa, tecrübe savakını egellash olsa, hatani davamlı hata qilmay, to'g'rini yaxshilashga kuchsak, bizda hal qilolmaydigan ish masala bo'lmaydi. Shuning uchun bütün yoshlarga tavsiya, hech qadamlar bilan yoshlarning orasida hech qanday ziddiyat yo'q. Ziddiyat shunga keltirib chiqarilgan bo'lsin, tushunishmasliklar bo'lsin, buni hal qilish o'zimizga bog'liq. Yani chin ixlosmiz, vatan millatga bo'lgan burchimiz buni hal qiladigan birdan bir to'g'ri. Nega kimligida diqqatinglarga. Ko'p rahmat. Hakikaten bir-biridan esil, bir-biridan mazmunliq, bir-biridan konkur analiz qilingan suhbatlar bo'ldi. Hakikaten sizlardagi mushtoq konkur bilimlik faoliyatchilarimiz va siyosatchilarimizning orasida yer elib mushtoq bir programmani sizlardan tinglab qolishim uchun konkur sharaf istonini qasdladim. Ve aslında kardeşim bu ağırlıkta faxrlanman ve inşallah bunu mushtoq do'stligimiz va qiyindoshliklarimiz bilan hem elbette bugungi programmamizni ekran orqali ko'zda ko'z turgan qarindoshlarimiz ichidami nurg'unlagan shu masalalarni bizdek o'ylaydigan yoki shu o'xshash tushunadigan qarindoshlarimiz bor deb o'ylayman. Inshaalloh bizniki mushtoq o'g'il qizlarimizda bu ittifoqlikni, hamkorlikni amalga oshirib, vatanimizniki, xalqimizniki, biznikiga umidni chiqarib ishinaman. Ko'p rahmat. Ularga vaqtni biroz oshirib qo'ydik. Savolni so'ragan qarindoshlarga ko'p rahmat va ayni vaqtda sizlarga ko'p afv so'raymiz. Hakikaten bu savollarning hammasiga javob berish imkoniyatimiz bo'lmay qoldi. Sizlarniki bu kadar qiziqib, bu kadar savol so'rayotganligini hakikaten o'ylabmiz. Biz rehberliklarda bulunduk. Kuch oldik, zo'r oldik. İnşallah aldığımız vaqtlarda muşdan o'xshaydigan programlarimizni sonini ko'paytirib, qimmat qarindoshimiz Baxtiyor Efendi ve Yaşar Efendi aytayotgandek, o'zimizni tushuntirish ve boshqalarni tushuntirishninki etini qilgan vaqtimizda bir şeyde aloqa o'rnatib, belgisimiz bo'lgan xato tushunchalarniki o'tirg'i chiqishniki oldini olganga va o'tirg'i olib yaratilgan xato tushunchalarimizni o'rtadan qilish uchun belgisimiz bo'ldi ekan. Ko'p rahmat. Bizge Allah kadar Şarkı Türkistan, Şarkı Uygurvatan Dünya, Şarkı Türkistan ve Uygurlar Cemiyeti'ndeki 7 kısımlık tor muhakeme jılımındaki ahırkısı şunun olan bir yerde. Ahırlaştı, nöbette biz yaşlar bir yerde çekinimiz, hem de kurultayındaki muavin reisi, hürmetli Doktor Erkan Akramatimiz ve kurultay reisi, hürmetli Doktor Aysa Akımız, İşkiğimiz xulaslash sözü varken, müştükken bütün faaliyetimiz to'liq tugaydi. Bizga Allah ko'rsin şeyler tugidi. Hem Allah'a ko'p rahmat. Bizlarning eng qimmat boylik bo'lgan vaqtlarni ajratib, xalqimizningki g'amini yeb, mush so'zlardagi mishadiki bilimlardan, so'zlardan va tajribalardan bilim olib qolganlar uchun ko'p rahmat. İnşallah aldığımız vaqtlarda tig'imli mush o'xshash faoliyatlarimizdan oldinlarga chiqib hamkorligimizni bu şekilde Allah nasip kılar. Allah emanet. Aldığımız vaktin vaziyetinler mübarek olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Allah'a emanet. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bu Dünya Uygur Kurultayı'nın uğurlaştıran bu kısımdaki köp panellik bu konferans bugün ahırlaştı. Bir yerde ben nime buyruğuyla neyde sizlerge bir kulasını kırayım.
kimle talaştı, nime fikirler düştü ve nime kamçılıklar var, nime artıkçılık var aşılarını ben gerek. Hemmemiz bilimiz hazırda vaziyet özgerdi. Dünyanın vaziyeti üzülüyordu, aynı üzülüyordu, mümkün üzülüyordu. Ve şundakla Şarkı Türkistan'ın ki tartışımı şu kaldıranın ki bu özgürlükler zıç münasebet olganlığını biz tarihte görüp geldik. Ve şundakla iki Cumhuriyet'in şu meseleden köp köp. Demek ki bu kaldıra vaziyetini bilmek yok. Eğer de işine ilip bargan olsak çalıkalıdı ve mağlubiyetke uçuraydıgan ahvallar buluşmuyor. Yani bir cidden bu halkara digen vaktıda şu devletler arasındaki münasebetlerden ki bir ismendi. Bir yerde halkara digende, Uygurca halkara digende bu İngilizce'de esil sınırında bir yerdeki bir nation diyen bir nes var. Şununla bu nation diyen devlet demektir. Devletler arasındaki münasebet. Yani devletler bir yerde aktör olup oynaydı. Şununla biz devlet kuruşa mecbur. Çünkü nurgun nimlerimizin zulümüne karşı çıkış ve yüzümüzü patlatmıştı. Bu boyun buldu. Fakat bunu biliş için halkıradaki bu münasebetlerin siyasetine, iktisatlarımız, halsizliklerimiz, bu cepteki nurgun meselelerini biliş lazım. Buna bir bilim nurgun her devletlerde okudu. Onun master var, doktorası var. Muşu cidden biz yetinmesek yana oynayışıdınız, yana ziyan tartışmamız. Şununla bu işine ilip bağlanacağında ilmi tarafı buluşlar. Bu konferansımızdaki bir meselenin Muşu ilmiyetine bir güçlendirmiş. Onun denkim bu ona tüzüm yıkılışının aldığı da yeni tüzüm kurulmadı. Bundan bir vaziyette yani yeni bir özgür vaziyette Türkistan meselesi bu yine muhitte yeni bir göz karış, yeni bir nokta nazar ve yeni bir üslupla işine ilip giriş lazım. Bu konferansındaki bir mesele olmuşu. Muşu ve özbelgen dünya ve Şarkı Türkistan'da kimi koymanın bir sebep olmuşudur. Hem de bunda bir şaraitte nimelerine kılımız yani. İlmi siyaset eğip varız. Yani faaliyetçilikten siyasun ötüş vakti geldi. Onun için diplomasi güçlendiriş lazım. Çünkü halklarda devletler arasındaki münasebetler, siyasetlerine olmuşaş ve tüzleştirdi. Diplomasi üslupları ve onun ilmiye ihtiyaç var. Onun için kanun, halkara kanundan kanun için emnine biliş lazım ve kanun bir kural olup işin çıkı oluşturdu. Bizimki medeniyet, kültür, onun için sanat digendek kullanıma güçlendiriş lazım. Biz özümüzdeki kıymet araçlarını ve şundakla milli mefkurenimi dünyada konuşuş lazım. Dünya bu bizimle konulan seri biz şu halkara sahnede özümüzdeki yerini alalayız. Şununla bu ilmi siyasete ilip giriş ve ilmi tetkikatına ilip giriş bunun mümkün ki altımızdaki bir faaliyet ve esas faaliyet oluş lazım. Hem de bu meselelerin hal kılış için birkaç panelde bunu sözleşki etmiştik. Hem de Amerika bu cihanınki siyasi ve iktisadi tüzümünü, sistemini şekillendiren devlet. Şununla bu dünyanınki bu tüzümü ve sisteminki sahibi. Şununla Amerika nibuladıdır ve Amerika nimiş kılmakçı bilmek bizim için ait muyum? Onun için bu yükselgen bir Xitay var. Bu Amerika'nın mevcut kurup çıkan bu tüzüm sistemine meydan okuyan bir Xitay var. Bu Xitay ile Amerika'nın arasındaki münasebet nerede bir, nerede toplaydı, hangi tersi yaptı, bunu mu ilişkiye doğup geliyordu, bunun için mi bir kanal aşkan bulduk. Bir yerde Avrupa devletleri muyum? Bu devletler eğer de Amerika ile hemkarlık kazanacaksa Xitay'la takabül kuralım. Eğer de Xitay ile yakınlaşsa Xitay'ın yeni İpek Yolu stratejisi emelleşip ve o esasda Xitay cihan bir devlet kurmak. Şununla Avrupa devletinin ki taşkı siyaseti, finans ve ticaretlerinin yani Xitay ile bulunan ticaretlerinin ne toplayacaklarını biliş lazım.
taraqqiyotini bilish lazım. Ondan başka misalga Kanada, Avustralya, Japonya'daki şu dünya siyasi merkezden biraz uzak kalan ama iktisat cepten başka cepten küçük olan devletler var. Bu devletlerde de Uygur meselesi, ulanınki diplomasi münasebetlerde, yani Xitay'la olan diplomasi münasebetlerde yer eğiliyordur. Ve Uygur meselesi bu devletlerin meselesi asla ayrılmalıdır. Şununla bu devletlerin siyaseti, taşkı siyaseti, xavfsizlik siyaseti naiti moyun görünüyor. Bunun için bir panelini açkan oldu bu sebepten öteyli. Onun için Şarkı Türkistanlıklar birisi iki kimlik var. Birisi Müslüman, ikincisi Türk halkı. Başka bu Türk dünyası ve İslam dünyasının ahvalı ve bunların ilip bardıran siyasetlerini yaxşı biliş lazım, iniklaş lazım. Şununla bu panelime mühim bir panel dediler oldu. Hem de Şarkı Türkistan davası 136 yıldan beri devam kılıyor. Bu devam kılvadığı diyen bizi yani çoğunla kilitlenip, yaşlar kilip, mesela devam kılışta üzülmeymiş bugünküce devam kılıyor. Ve bu 136 yıldan beri Nurgun Aydanlar şehit oldu. Şarkı Türkistan toprağının hem yeri şu kanlı besleniyordu. Bununla bu yaşlarının ki davanı üstüge ilip devam kılışı aslında davanı devam kılışı. Eğer de yaşlar olmasa bu davamı uzun kılıç mümkün. Şu başka yaşlarıma panel içip bu meselelerine sözleşir. Hem de bunlar hem siyasi, iktisadi, yaşlar bulanı değil ama sağ salamet bulmaydıgan olsa bu vakitte bu işlerine ilip girişkiyim. Hem de mahketin mavu Wuhan virüsünün yaratan tesirinden öteyli panelde halkımızla ortaklaşış için panelde yine bu meselelerimi gün taktiğe ekegen bulduk ve bunun uygun fikirlerime düştü. Onu biraz dinkin yana düşündüm ben. Hem de umumi bir külase kılgan vakitte birincisi bunundaki uygularının faaliyetleri, sözleri, yazganları hemisi şu dünyada bir işkencilikini peyda etmiş. Eğer de Uygurlar dünyada işkencilikini peyda kılamızsa o vakitte bizimki dava kıyın ahvalda düşmüş mümkün. Hazır dedim bu Wuhan virüsünden tutaylı biz bu panelini ulaştırdık ama bir yerde Nurgun yaxşı gepler oldu hem de ondan düşen de cilmezin üyendi ama çeteldeki Uygurların arasında bir tıbbi merkezi yani bu sıhhiye merkezi diyen bir nersini kursak devamlı sağsalametimizge münasebetlik malumatlarını bir kursak onunla karab onundaki medeni bir seviyede yaşsak diyen teklifler düştü. Üçüncüsü olsa Amerika'nın ahvalından ensivatadı. Hazır Amerika'nın işki partiyanı Xitayga parça çıkvatıdı. Ama bu da ahval kaçangıcı bir noktaydı. Bunu bilemeyimizde. Bu bir ensreş yargılattı. Yani bir parti Xitay'ını kolladı, partiyi kollamaydan ya ki işki partiyi kollamaydan bunu çünkü 20 yılda Köydük Clinton'un hükümetinden artırdıktan hükümetici Xitayga boğan siyasetlerinin devamlı özgür kullanımını Köydük. Onun için bu davanı Amerika halkı kadar düşündüğünüz diyen bir temama kızık bir nokta oldu. Bir yerde hem de panelistler de şundan düşündürdü. Tabii bu bir kıstırıp bir yapma ötürüde mesela Türkiye'deki yerler veya Müslüman devletlerde biz halkı düşündürüş cihette nispeten bir onaylık var. Ama her devletlerde Almanya'da Amerika'da düşünmüş değil. Fakat bana bir fikir düştü. Amerika'da mı bu kulluk olan değil. Amerika'da mı tarihte mi normal demlerinin iddiağa sağlan değil. Bunda evvel Şarkı Türkistan'da boğazcı. Bu cihetten eğer de Amerika halkı düşündürüyorsa ular asan kabul kılarlar. Mesela garip devletlerde Müşahit'teki ceza lagerlerindeki ahvallarını görüp eyran kalan. Bu işin dünya vuruşunda bunda bir ahvallar boğan.
21. əsrdə bir insan xamdır deyə bunu düşünüb gitməmək vardır. Bunlar hamısı xalqarada davalarının ilişkisindeki bazı avantajdır. Ondan kim bu bir kızıq nokta ya da düşkən bir fikir. Amerika adı Şərq-Türkistan meselesini ya da Uygur meselesini bir kozuklu kişi adamdır. Uygur meselesi ya ki o Şərq-Türkistan meselesi Amerika'nın ki bu stratejiyelik bir mesele mi emes mi? Hem de hazırca insan hakları ve cidden kılvadıdır. Hem de bu Xitayının ki demokrasi bulmalaşka Uygurlara zulüm edip yılvadıdır diyen köz karıştı ama eğer de Amerika Xitayının arasında cidden eğer de yükselip geçse bu vakitte Şərq-Türkistan meselesi olsun, Uygur meselesi olsun, başka bu Tibet Moğollar olsun, hatta Tunganlar ve Mançurlar meselesi olsun. Bunlar kozurga ayrılışın bir ihtimal var. Eğer de Amerika ve Xitayının arasında anlaşılan bir devam kısa soğuk, yeni bir tipteki soğuk uruş başlandı diyen suallama düştü. Bunun ihtimali var. Bu sözünün adıdır. Her iki tarafının ki birbirisi gibi olan göz karaş ve obraz, psikoloji, iktisat, siyasi ve havsızlık cepteki dokunuşluk ve hemisi yığıp bir noktaya gelgen çağda onun ihtimali bağlığı değildi. Hem de yanı bir nesline düşündüğüm sorular oldu. Misalga bu şu gariplikler diyen konular yolga çıkıp garipliklerle bu Xitayının arasında bir rekabet olan bir siyasi iktisadi, psikoloji ve ideoloji cepte, hükümet araçları cepte. Bu hazırlıkla buluvadır. Ama şiddetlenir mi? Haysi noktada bardağanlığı hakkında hazırca tekibindensiniz iş biraz kıyım. Hem de Amerika hükümeti Avrupa ve Bronku ittifaklık şirik devletlerle münasebetleri yaşayamaz. Bununla bu Avrupa'daki, Amerika'daki, Japonya'daki devletler Amerika'nın ki bu pozisyasından ensirep özünün ki yollarını izleşmeye çalışıyor. Ve izleyen yollarının birisi Xitay. Yani Xitay bile boğan münasebetler nergece yükselip nergece vardır. Avrupa mı mücmel bir siyaset mi? Xitay'a karşı mücmel bir siyaset mi? Avrupa Birliği mi adı birlik yeme okşamaya vardır. Çünkü bunların ki Xitay siyaseti ya da başka siyaseti, iktisadi, ticari siyasetler mi birbirisiyle okşamayla ve ortak bir göz karışma emez. Bunda boğan takdirde Avrupa bilen bu devletler, Japonya bilen devletler nerede Xitay bile boğan münasebeti nerede vardır. Bir parça Amerika yalnız kalan bir o bence bugün eğer de Xitay bile aşında bir düşmanlık kaldırgan olsa bence gariplikler hemisi yerde kirli. O yemin. Bu evet diyendek Avustralya'nın bir meselesi var. Yakın zamanda Xitay'la boğan münasebetlik bağlantısı ve jirikliş var. Bu jirikliş bu iki devletin münasebetine nergeci apırdı, tanda oldu ahırda. Misalga yeni bir başminister saylansa siyaset muhanda ilip vardı. Onu demek ters. Çünkü şu 15 yıldan beri Avustralya'da saylanan başministerle karaydıran olsa hıl siyasetlerine ilgili var. Fakat Avustralya'da bir başka bir kayfiyat var. Yani Uygurlara boğan bir ihtiyaç. O tetkikatlardan, raporlardan şu cemiyetlerce Uygurlara boğan bir ihtiyaçlık var. Hem de bunu hem de mutlumlaştırmış ve bunun mutluluğunu karakter kılmış için Avustralya'daki teşkilatlar bunun bu cihetten dışlanlığına hemimiz kamil. Yani bir noktadaki ekilganlığının düşünümüz. Hem de Japonya meselesi mi var? Japonya bundan bir 20 yıl evvel yine bu Xitay'la pek yaxşı münasebeti yok. Ama çünkü bu yıllarda Japonya Xitay'la yakınlaştı. Göz kırpılı oldu. Bu ahval nerede biri tutkaydı?
Bu Amerika Japonya münasebeti bilan bog'liq deb o'ylayman. Ondan keyin Amerikaningki Shoshirak rayonlarida Japonya va Xitoyga bo'lgan siyosiy munosabatlar va rayon davlatlarining Japoniyaga bo'lgan talablarga Xitoyga qarshi talablar munosabatlar. En ko'p belki şu Türkiye-Xitoy munosabati haqida meseleler bo'ldi. Ko'p fikrlar bu yerga tushgan bo'ldi. Türkiye'nin Xitoy siyosati shunday ma'noviy Türkiye'de yashayotgan Uyg'urlarga qanchalik ziyon berdi. Bundan keyin Xitoyga bu ba'zi Uyg'urlarni tarqatib ketish meselesini bu yerda keldi. Buni qanday hal qilamiz degan bir masala. Aslında bu Türkiye özünki menfaat için, bu milli menfaat için bu siyasetini yürütüyordu. Hem de Uygurlarga bir tesir olması lazımdı ama hazır tesir olanları kalkanca Uygurların Türkiye'de yaşayan Uygurların ensirleşme o tarafını bağlı. Şununla bu Türkiye'nin teşkilatları yıkımı tırışıp o vaziyetini özgürlüğün vaziyetini tesir altında ilişkiye karışmak lazım. Bunun tımkıl yolları var. Bir adımı Türkiye'nin anlatan panelisine onları köpler düşendirdi. Müslüman dünyasında hakkında macit fikirler var. Biz Müslüman kılsak ilişki yardım kurmak, ilişki kılsak Xitoy bilan yıkılmışıdır. Minsk Xitoyning cezalarını toplab berdi o'tganda. Bu yerdagi panelistlarga tushundirdi. Bu Xitoy bilan bu Müslüman devletler arasındaki siyasi jihatdagi yakın munosabatlar ve Müslüman devletlerin milli menfaatini qo'llash uchun, ya'ni bu menfaatni qo'llash uchun buni Xitoy bilan yaqinlashayotganligini va g'arbliklardan ishonchsiz bir münasebetini sözlep gelip Müslüman devletinde halk ve Müslüman devletteki aydınlar yine Uygur meselesiyle kızgıdı ve iştahçılık kılıdı. Bununla biraz sabır gerek bir mezgildir ki bu ahvallar özgürdü de mümkün bir şekilde bunu ifade kıldı. Hem de ahırda bir mesele şu yaşlar. Aslında yaşlar bile çoğunların arasında bir jenerasyon farklılık var. Bu her devlette, her cemiyetlerde bu iki jenerasyon arasında bir önemimiz bulunur. Her iki taraf birbirine ayıklaydıran ahvallar var. Bunlar esası bağ mı yok mu? Onu hemimiz kötümüz bilemeyiz. Bazı meselelerde esassız yani esas olmayan bir ahval. Hem de yaşlar bu davanın varisi, yani varisi. Davanın tekimi ilgileş için bu yaşlar bizim için bir enerjidir. Yani bizim için yeni bir kandır, yeni fikir ve yeni düşünce demektir. Hem de bu yeni bilim ve yeni teknolojinin sahibi demektir. Bunlar yaratıcı bir alayeti var. Kim şu yıllarda Dünya Uygur Kurultayı'na ilip bağlan namaçlarda yaşlarınki bu namaç cereyanda yaratan bu maskeler, kiyimler, o bu olsa hepsi bu yaşlar. Yani yaratıcılık var. Fakat yaşlarda bir tecrübesizlik var. Mesela Dünya Uygur Kurultayı'nın rehberleri Avrupa Birliği'ne çıkmadı. Birleşken Devletler Teşkilatı çıkmadı. Hem de şu dünyanın mühim ve belki yıkıklık yığınları var. Mesela Kanada'da içilen xavfsizlik yığınlarına bizimki kurultayının reisini davet. Her gün bunda ahval tekimi köpeydi, tekimi işte yıkıklık yığınlardaydı var. O yığınlara davet kıldı. Fakat bunun yine de yaşlar erişip aşlarını köyünü geçer. O tecrübeni kazanıklı olmayı. Yani bu yaşlar diyenin rika odağınlar emas. Bunlar nurgun işlerine tıkılıp gelip, ışıkılıp kopup, tecrübe savak edip, bilgilep mangan adamlar. Çoğunlukla çoğunlarının ki bu tecrübesiyle yaşlarının ebediyen hususiyetiyle birleşken takdirde onun ki dava ilgiler. Bizimki maqsadimiz bir teşkilatın şahsıga yoki teşkilatda bo'lgan
menfi qarashdan tüpeyli tenkitlik ve karşı çıkış ya mesafe koyuş diyen eserler. Hemimizinki oyu, nişanımız çokum dava buluşlar. Bu nişanı emelleştiriş için hem çoğunlar hem yaşlılar birlikte buna hareket ittifaklık şekilde ilip giriş lazım. Şununla yaşlar çoğunlara erişiş lazım. Çoğunların yaşlara burada bir imkanlarını giriş ve onlarını yükültürüş. Yani onlarını bunundaki davada tekimi çoğun işlerini, tekimi ilgal işlerini, tekimi önemli işlerini kılalaydıran halığa etkileş lazım. Bu çoğunlarınki bir vazifesi. Şununla yaşlar çoğunların arasındaki cidellerge arlaşması lazım. Davanı esas kılış lazım. Teşkilatiyatı şahıslarını esas kılması lazım diye bir oyun buldu. Bu gaplarımı evvel anladıma ancak değildi. Ben bu gapını hem içindeydi. Bakmadım. Hem de bazı kamcılıkla gireyli. Kamcılıkla davanı esasen iyilikçilik kılakanına esasen şu faaliyetçiler ve siyasetçiler. Bu siyasetçiler ve faaliyetçiler için bir panel kılmış lazım. Bu kamcılık var. Onun için ayarlarını şu davaya ayrılık işlerini kıldırış için ayarlarının kim olmuş bir paneline kılarak yani ayar kişiler neymiş kılalar. Aldı sep, artı sep, otur sep, muşuna seplerde kancılık bir davaya kancılık paydı ilip paralardı. Digendeyim. Üçüncü bir kamcılık olsa muşu ballarını kandak kişi ballarını kandak milli talim terbiye cepten kandak yitirdiğimiz diyen bir bu team'ıma bir panel program olsa belki bu mu yaxşı buladı ya ki başka teşkilatla kılınırsa biz mi hayal iş versek yani bu meselelerini hemini oturup koyup inıklap tanımadan vakitte tanıyamazsak biz devamlı hata kılıyoruz. Şununla bu görüngen hemenense eğer de hakikat olan olsa ilimge ihtiyacımız kalmaz. Şununla bu ilmi usluplarla dünyanı tanımak, dünyanın sistemini tanımak, devletlerini tanımak ve davamızda faydalı işlerini bilip bir iş. Bu gene maksat kılvatımız. Hemen Allah'a köp rahmet. Allah sizlerden razı olsun. Hoş. Rahmet. Esselamu Aleyküm hürmetli vatandaşlar. Dünya hukuki terkizini uygulaştırılan bildirvatkan Dünya ve Şarkı Türkistan diyen umumi temasındaki Nehmeygan video konferansımız bugün vakiyetlik ahırlaştı. Milletimiz hayırlı olsun. Hocamız, reisimiz Erkin Ekrem yaşlı kulas kıldı. Xitay'ın bütün dünyaya yamırgan vaba sebebinin bütün dünyaya katkı izdirap içinde kalan şu mübarek Ramazan gününde ötüzgen tokatık video konferansımız muacirette kaygı içinde yaşavatkan Şarkı Türkistanlık kırımdaşlarımızdan sunuk kalbi azrak olsun merhem veriligen olsa ümitsiz gözlerine az dolu ümit veriligen olsa Gangraj ve kaygısız kişi kırvatkanlarının nerimlerine az sonra gıdıklaş rolünü oynayan olsa biz için bir başlandıktır. Bu kıtım bilginimizin yeni bir alaylığı dilinin tamamen Uygurcu boğalıdır. Uygur dili ilim dili bulup tarihte dünya medeniyetleri bivaha türkülerini koşkan, Uygur dili bilen ecdatlarımız nurluğun kıymetli eserlerini yaratan ilim tesislan idi. 2019 yılı UNESCO yani Birleşken Milletler Teşkilatı İlim Medeniyet Komitesi 100 pasajı ve kıta publikide plan krallığımı bunun tipik misallarından biri. Eski milletimiz Patkan, bulukma ezgilerimiz Xitay Komünist Müstemlikçilik mutla boğandan duyan bu güzel ürüntüleri koruyup düşürdü. Keyingi yıllarda Xitay hükümeti Çümbertisini gidip başlayıp aşkar alda Uygur milli kimliğinin yokluğu için hareket etti. Uygur dili erim tehdit düşkenlikte. Xitay hükümeti tarihte ilim dili boğan güzel dilimizi goya ki bütün dünya terakkiyatına maslanmaydı degende dimani sebepler bilen tüncük duruş kurmalıdır. Şunu bugün Uygur dilinin ehemmiyetini namayan kılış, güzel dilimizi buldaş, tarihte her kandak vakitiden kesimi zürriyet ve mecburiyet olup aldığımızı çıkmakta. Xitay hükümeti tarafından korunulan dilimiz erkin dünyada her fırsatta özünün güzelliklerini ifade etmişini namayan etmekte. Fidakar vatandaşlarımız Halisan Alda televizyon kanalları,
radyo alışları, sohbetleri ve haber alıntıları kuşatılıp Uygur dilinin mevcutluğunu saklaşma hareket ediyor. Uygurlarning bir dunyoda ovoz bo'lgan Erkin Asya radiosi va uning xodimlarining yaqin bir qancha yildan buyon Uygur tilida ilib borgan axborotchilik bilan dunyodagi ta'sirli axborot mukofotlariga erishganligiga shohid bo'lib kelyapmiz. Kishini so'yindiradigan yana bir xabar oldin kuni hammamiz bunga shohid bo'ldik. Erkin Asya radiosining muxbiri Gulchehra xonim 2020 yillik axborot mukofotiga erishdi. Gulchehra xonimni Uygur tili bilan ilib borgan axborotchiligi mushundaq bir muhim mukofotga muyassar qildi. Ya'ni Uygur tili bugun dunyoda o'zining qiymətini yanada har fursat namoyon qildi. Men bu munosabat bilan Erkin Asya radio stansiyasini va uning barliq xodimlarini jumladan Gulchehra xonimni qizini tabriklayman. Çünkü biz bu qadimki ilm muhokimamizning tilini tamamen o'zimcha qilishga kafolat qildik. Chet ellik mutaxassislarni hatto Uygur tilida qilib berdi. Nayta güzel ve ravan Uygur tilida mol mazmunlu dokulat verip ekran aldı bütün Uygurların kalbine işgal kılan, tepki kılan Amerikalı dostumuz Dr. Elisa Anderson Hanım'a ve Daniyelik dostumuz Yusufcan Görüntüsü'ne, özünüzünü Ryan Stanberg Efendi'ye bütün Şarkı Türkistan telefonlarından alayda minnettarlıkımızı bildirmez. Bunlar Uygur dilinin ehvelliğine real farklarından namayet çıkarken bu. Şimdi belki Uygur ve çertellik tepkiç mutaxassislerimizden 7 günde suzulgan bu katılım konferansının jarayonida bergan qimmatli dokladlari, elib borgan real analizlari Uygur milliy hareketimizning o'zgarayotgan navbatdagi yangi dunyo vaziyatiga mos holda yangi plan programmalarni va strategiyalarni chiqish uchun turkiyalik muhim rollarni o'ynayapti. Men dunyo quruqlik vakolatidan Ataydan vaqt tartibida 7 kun davom qilgan mazkur konferansning uyushtiruv chiqish uchun fidokorlik ko'rsatgan qimmatli mutaxassislarimizga, xizmatchi va texnik xodimlarimizga, shundaqla ekran oldida yig'inimizda ishtirok qilgan vatandoshlarımızga rahmatlarimni bildiraman. Hozir qadar bu navbatdagi konferansning taqdirida amalga kelgan imtiyozlar qaragandimi, bu xil shakldagi akademik qiymati yuqori bo'lgan muhokama yig'inini pat-pat o'tkazishning zo'rligi ko'rinmoqda. Dunyo quruqlik bo'lishimiz bilan bundan keyin xalqimiz jiddiy ko'ngil bo'layotgan muhim masalalarni o'z ichiga olgan bu xil shakldagi yig'inlarni izchil davomlashtirishga va xalqimizning turli savol va talablarga keng doirada javob berishga harakat qilamiz. Hurmatli vatandoshlar, so'zimning haqida shuni alohida ifoda qilamanki, biz mujohid Sharq Turkistonliklar 11 oyning sultoni muborak Ramazon oyini ibodat, o'zaro sevgi, o'zaro yordam va xayr ehson bilan tamomlab, ro'za hayitini kutilish olib turamiz. Bu munosabatlardan men dunyo musulmonlaridan shundaqla vatan ichi va bütün Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning muborak ro'za hayitini qutlayman. Shuningdek, kurashjon kahraman Sharq Turkiston xalqi hamon bir kuni xuddi erkin dunyodagi musulmonlardek o'zining mustaqil ozod va hayit bayramlarini va muborak Ramazon kunlarini erkinlik, yo'rlik shaxsga o'tkazish sharafiga noil bo'ldi. Shunga barliq vatanparvarlarimizdan, tashkilotlarimizdan vaqtimizni o'rinsiz talashlashish emas, milliy mustaqillik harakatimizga manfaat beradigan, davoimizni kuch qotadigan shaklda harakat qilishimiz kerak deb o'ylayman. Vatan xalqimizdan buni kutib, oxirida hammalarning ro'za hayitlarini taklif muboraklayman. Ko'p rahmat.